Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Muhtaram vatandoshlar, biz hozirga qadar tarixiy kishilarimizning hikoyalarini anglab cho'ng bo'ldik. Ruhiy va moddiy ma'naviy jihatlardagi ozuqlarimizni kitoblardan o'qib olgan Ashobul Kahflar, sahobalar, undan keyingi tabiinlar, tabiinlar va undan keyingi mashhur o'tgan insonlar, ya'ni butun asosan o'lib ketgan insonlarning ish izlarini hikoya qilib anlatib keldik. Shuni anglab cho'ng bo'ldik, bolalarimizni shuni anlatib cho'ng qilyapmiz. Har qatam o'ylagan vaqtlarimizda real dunyoda biz bilan tang yashayotgan sahoba kiramga o'xshash bizga o'lgu bo'lgudek ish izlari, fikr tushanchalari, hayot tarzi, ya'ni hayot tushunchasi bo'lgan yoki hayot fikr bo'lgan insonlardan yo'qmi atrofda degan vaqtimizda albatta bor. Ikki narsa tufaylidan ularni yo'qdek his qilamiz. Biri, insonlik tufaylimizdan biz ularga ma'lum ortiqchilikni ko'rgan bo'lsakmi, yana bir kamchilik tufayli uni ko'mas solamiz yoki qabul qilmaymiz. Ikkinchisi, hasad tufaylidan bu bizdan eshib ketishdan xohlamaymiz. Shu sabab tufaylidan ko'maslik desab o'lib ketamiz. O'lib ketgandan keyin vaqtaymiz. Uyg'urlar ichida hozir qadar qahramon chiqmasligi, qoyil bo'lgan insonlarning hayot insonlardan chiqmasligi balki shuningdan bir sabablardan biri bo'lishi mumkin. Biz odatda atrofimizdagi kishilarga nazar solgan vaqtimizda biz ko'zga ilmagan odatdagi yamoqchilik qilayotgan yoki ma'lum hunar kasb bilan shug'ullanayotgan eng oddiy insonlardami odamning qalbini larzaga soladigan fikr tushanchalar chiqib qoladi. Biz ana shu maqsadda o'zimizning hayot insonlarning qadr-qimmatini tushunish, bilish, o'zaro do'stligimizni taqim cho'nqurlashtirish va real o'zimiz yashayotgan dunyoda bir-birimizga o'lgu bo'la oladigan fikr tushanchalarning borlig'ini his qildirish maqsadida hidoyat yo'lidagi kechmishlarimizni o'rtoqlashish degan bir fikrda, shunday bir maqsadda bir programmani o'ylashdik. Xil uzundan beri deyishgan bo'lsakmi, nasib bo'lmay, oxir bugungi nasib bo'lgan. Albatta, hammalarning hidoyat haqidagi izlanishlari har xil bo'ladi. Xohlagan qarindoshlarimizninki hidoyat yo'lidagi izlanishlarini o'rtoqlashib bersa, albatta ekran orqali xalqimizga taqdim qilishga biz yana xolis yordamchi bo'lamiz. Nasib minalloh, ya'ni Allohning nasibi shunday bo'lsa kerak, o'zimizning himmati va nasib xalqimizning rizqi shu. Tunji son bizning do'stlarimizdan Abdulaziz Beshto'g'roq afandimga nasib bo'ldi. Shu sizdan bugun inshaalloh u birodar bilan asosan hidoyat izlash yo'lidagi kechmishlarni anglaymiz va bu yo'lda tatgan mushaqqatlarni anglab chiqamiz inshaalloh. Ekranimizda Abdulaziz birodarimiz. Assalomu alaykum. Xush keldi. Birodar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qanday avvallar yaxshidan to'dilma. Fidoyi efendim. Ahmet Kaşkırı özlerinin isimleri. Ekranın ismini atıvaldık ama da Fidoyi dep. Nima bo'lsin, yaxshi, mayli yomon bo'lsin, ish qilib inson bir yo'lda izlangan ekan, uningki izlanish jarayonidagi hayot kechirmishlari, egizpas xotiralari, sarguzashtlar bo'ladi. Demak, hayot degan shunday bo'lishi mumkin. Shundaqlarda hamda hayot egizpaslik bilan shu yurakma, qalbma bir nima qilib bir so'qib bir to'xtab degan joyda bo'lgandan keyin bu hayot davomlashyapti demoqchi. Bunga o'xshash hali fidoyilar ekrandima nurg'un kishilarni sahnaga taklif qildik. Har xil o'zining ko'z qarashlarini, fikrlarini o'rtaga qo'ydi. Xalq mayli uni yaxshi ko'rsin, yaxshi ko'rmasin demoqchi. So'zlash erkinligini o'rtaga qo'yish uchun ma'lum bir kishilarniki yoki ma'lum bir tashkilotlarniki qo'lida yoki ma'lum davlatning hokimiyatining deydi qo'lida bir yig'ilib qolmaslik uchun bu so'zlashish erkinligi, o'zini bayon qilish, fikr erkinliginiki bu jihatdagi bo'shliqni to'ldirish uchun nihoyatda cho'ng bo'shliq bu.
to'ldirib boğılıp bo'lmaydi. Ma'lum bir nimada o'rnalish uchun o'zlarini fidoyilar ekranini hazırlab, jiq Uyg'ur xalqi uchun yaxshi bir ishlarni hazırlamoqda. Allah razı olsun. Ben nimdeye gidiptimen. Bu dolusu kuruşun yani bir turumu ya çarçak koydu. Fılattan kardeşim. Yok. Bugünkü Endi temada Hı. merkezi noktada sizden ziyaret kılımız buradır. Bizden hakkımızda inşallah başka şekilde toxtalamız. Hı. Bilgen biladiken, bilmegen bilmeydiken bunu. Ha, bizga munosib Kiriş söz kısmında dep ketdik. Hayat insanlar işide itiraf etmek pek ters ekan, Uyg'ur işide. Yok ki asasen. Onu shu. şunu bilip ketkendan keyin agar Hı. nasib bo'lsa o'cha izlanish mumkin, lekin bizga u lozim emas endi. Xohlasa izlasin, xohlamasa mayli. Biz hayat vaqtimizda xohlagancha o'zimiz Alloh iroda qilgan yoki ya'ni Alloh bizga nasib qilgan, biz o'zimiz tirishgan, xohlagan, tanlagan yo'limizda inshaalloh araqasida davom qilamiz deyotganmiz. Shunga davom qilamiz bilan inshaalloh. Qo'y, bugungi temaning boshqa ketib qolmasga va mana bu e'lonni ko'rgandan keyin bu programmani nisbatan to'xtatib nima deydiganda bu adash uzun ya bu bir adam tillasın bir şey olsun neymiş olsun uzun yolda ketyapti bir qanda sarangdı degan o'xshash. Bir jelib yani bir tigidin bir anglab baqish niyatida turayotgan qarindoshlarimizning vaqtini sarf qilmaslik uchun so'z temasini sizga markazlashtirish tirishsak tekrar qaytib keldi temaga. Bugungi programmaning ismida hidoyat yo'lidagi boshdan kechganlar bo'ladi. Abdulaziz Beshto'g'roq degan zaman men bu 2007dan boshlab ko'rishyaptim aslida. Uni oldin men bilmaydim. Bir mustaqil tijorat qilayotgan, shirkat qurgan, o'zining yo'lini o'zi topgan bir yosh Sharq Turkistonlik vatandishimiz ko'z oldimizga kelayapti. Keyin bu tashviqot sohasida bir pidokorga aylanib qolsoq jinchiroqda o'tagandek o'tirib, bir shamdek pildab yiqib to'xtamay hech kim anglamasida, xohlasida, xalaqqa maqtasida, tillasida bir jinchiroqning rolini o'ynab, panarga o'xshash lipildab, bo'ronda qolgan qiyiqning panarigidek işte bir keçmişlerde bizni nimamizda chekdida diqqatimiz. Fidoyilar ekranining toza gullangan zamonlarida da'vat qildim-da, birodar anglab boqilasizlar bu gapni. U chog'da bularga ishning tugini men bilmaydim. Sizlar vaznni tushunganligingiz uchun u chog'da nima qilmadinglar-da, ya bizning hozirgi ahvolimni mening sizlarning ekronga nima kelmaydi degan shaklda qabul qilmadinglar. Hem özanlı uçağı düşündürüş, nemen rağbetanla tazı yok mu onu bilmeyiniz herhalde. Neyse, nasip kimkilerde nasip olup bu yolun yani Kur'an menberlik din düşüncesinin ki mahiyetin düşüngendikken kayta Kur'an'ın nezer programmasının ki muhbirliğe, riyasetçiliğe teklif kılış arkalık tekrar oldu. Uşaqlar kuchaygan bo'ldi. Boshqa jarayonga inshaalloh yana tafsilga kiramiz. Xo'sh, mandaq deyishili, mening bilishimcha Abdulaziz Beshto'g'roqning Facebook'dagi ba'zan inkoslar qarasak, pat-pat deb qoladigan gibi mening kommunist odam deydigan bir gap bo'lgan. Mening kommunist odamning nasihati deydigan bir so'zlar bo'lgan. Xo'sh, bir kommunist dadidan dunyoga kelib elbette Xudoni izlamay qolmaydigan inson yo'q, ya'ni Xudoni izlaydi. Bu bir qiziqarli jarayon ekan. Vatanimizning Xitoy qo'lida qolgandan keyin kommunistlik partiyasiga, kommunist partiyasiga a'zolab kirganlar bek jiq persentni egallamaydi. Kirganlarning har xil bo'ladi, uni bilmaymiz. Demak, o'g'lim, sizning hidoyat yo'linglar qanday boshlandi bu bir qiziqarli yo'l ekan. Qachondan boshlab sizlar bir dinsiz oilada, ya'ni bir dinsiz otaning bolasi bo'lib tug'ilib, qanday qilib bir ilohiy yo'l izlash majburiyatida qoldinglar? Savol bekchiq asli. Nereden boshlab deb beralaysizlar bu vaqtda sizga erkin bir basak?
Allah razı olsun. Dadımız rahmetli bo'lib ketdi 2012-yili 2-yilning 19-kuni İstanbul'da. O voqealiklarni ba'zilar biladi, ba'zilar bilmaydi. Allah rahmet qilsin, yetgan yeri jannat qilsin. Ama lekin dadam o'lib ketishdan burun, hatto pensiyaga chiqishdan burunma shu hidoyatni tepib, men 1993-yil 3-oyning 3-kuni musulmon bo'ldim. Tarixim shunday esimda. O 3-oyning 3 deganni Osmonli xalifasiniki 1924-yil 3-oyning 3-kuni xalifalik bekor qilindi. Xalifalik tuzumchi Osmonli vayron bo'ldi, cho'kdi. Hı. Ondan keyin Türkiye Cumhuriyeti keyin qurildi hamda. Hı hı. Aşı tarixlarga nima keldi ekan endi shu men esimni qilish uchun haqni esimni shuni bir ta'kidlab qo'ydim. Uning Yani ustiga hidayet tapkandan keyin diqqat qilib baqdingizcha bu qanday bir kun o'qiydi, qanday mo'yin ha, voqealiklar bilan munosabatlikdir degandek insonda bir oliy g'oyiviy bir shaklda bir xuddi bir izlanish bo'ladi. ha, Diqqat chekadigan bir narsa bormi deb darhol izlaydi, tarixni eslaydi, varaqlaydi. to'g'ri. Shuning bilan sizningki shu chog'dagi izlanishingga jiddiy yani udul chiqqan va eslangda qolgan ishning bismi shu kunda. O shu, undan keyin men 96-yili o'qish bitirdim, 92-yil Urumchiga oliy maktabga o'tgan bo'ldik. Men o'zim Keriyada tug'ildim. Xotinimniki Keriya noyisida 1975-yili 12-kuni. Bizninki boshlang'ich maktabni shu men Keriyaning suv bilim deb bir yeri bor, suv idorasida. Shu yerda tug'ilibdiman. Undan keyin boshlang'ich maktab qizlar maktab deb bir maktabga olib bergan. U qizlar maktab, o'g'illar maktab deb ayirdi ekan. Boshlang'ich maktabga olib berdi. Undan keyin boshlang'ich shu yerda o'qidim. Keyin dadam meni yezida quduq qazadigan shu suv idorasining quduq qazadigan maxsus bir punkt bo'pti. Aşağıdaki quduq qazıgan injener dedimchi. O'zi bayning shu yerda deb qo'ydi. 1-avgust Yezgilik universitetini bitirgan dadam, rahmatlik. Ziyoli odamdi. Ondan keyin shu bir chekasi quduq qazg'ili, shu 10 kun, 15 kun oyda quduq qazib, shunda yeziladi-chu, anaqa suvni bir vosita taqdim keladigan suvga doim qarab o'tirolmaydi. Endi ba'zi suv kelmaydigan yerlarga suvni nima qilish uchun, yo suvni kontrol qilish uchun ish qilib quduqlarni yerga qizish bo'lgan vaqtlar 1980 yillargacha. Yezdagi maktabda o'qidik. Undan keyin yana shu yerdagi Pondur degan yer u. Shu suv idorasininki quduq qazgan tarmoq markaz punkti. Yerdan shaharning markaziga bir qizlar maktab degan maktabga mashina bilan akitib degandek shu. Mektapning ismi qizlar maktabimi yo qizlar o'qiydigan maktabmi? Qizlar maktab. Hatta bizningki to'liq o'tirma qizlar ayirib, o'g'illar ayrim o'qiydi-chu. Men ömrümde qizlar bilan bir maktabda bir sinfda o'qib boqmadim. Hem nayet qiziq ish, biz 5 to'g'raqku. 5 tane o'g'al, 5 aka biz-chu. Hech qanday qiz qarindishim yo'q. Anamla meniki ayol zoti shu anam bilan kichigimdan tartibchi shu anamni tanıyman. Ondan boshqa hozirgi ayolimni tanıyman degandekchi. Hem qizim yo'q. 4 tane o'g'lim bor. 4 o'g'lim bor. Subhanallah. Ondan keyin 4 o'g'lim bor. Anam taraf anamning 8 tane qiz qarindosh. Hem o'g'il emas-chu bu-chu. Hech qanday o'g'il qarindosh yo'q. Anam tarafchi. Başında Resmi Teklimkan'dan özel toğraqlara o'xshashlar misol oldinglar. Ondan keyin dadammi shu 5 to'g'raq Qarqining Keriyaning Qarqiyisining 5 to'g'raq degan yezisida dunyoga kelgan. Aşağıdan o'qib 5 to'g'raq degani asli sizlar cho'ng bo'lgan yezining ismi, yezining nomi. Men cho'ng bo'lmagan, dadam tug'ilgan yeza. Men ta'tilda shu Keriyadan Qarqiy yezisiga bordim. Shu dadamning uyiga ketdim. Cho'nglarning qishida turib, etizliqlarni ko'rib, qanday dehqonchilik qiladi xalqcho. Ondan keyin shularni o'rganib kelinglar deydi biz berib 2 dona tag'am bor, bir ocham dadam tarafdan-chi anaqa. Men bor degandekchi. Ochimiz bor, shu dadamning.
hammalar barçı. Olaryň öýlerine berip, çoň dadymyz, çoň anamyz barmyçy. Hı. Olaryň öýlerini ýetip gopap diýende aşynda ýezide, aşynda ýezi turmuşyny çenegişge düşürgendekle düşürüp etdi bizim üçin. Şäherge berip, eýinde täbilişe ötküzip çykdyk. Kızlar mektep dep aşy başlangıçda ýerde okuduk, ondan keyin toluksuz okuduk. Toluksuz oturdymy kızlarla ogullar aralaşamaz. Hı. Men okugan mezgilde. Toluk oturmuş üçin kızlarla ogullar aralaşamaz. Bu hayatımdaki bir manyň nimemniň karakterimdeki ýa nimemniň şekillenişinde onuňa ma'lum bir nisbetli nimesi boldy da. Täsir boludur. Hoş. Hem başka yerden kelgendim. Ali mektepke götdük 92-nji ýyly çakyrykly keldi. Şunda hoş bolap Örümçi karap ýolga çykdyk. Bardyk. O ýoldaki seperimi 4 günde aram bardyk Örümçi üçin. O çagda tekniken taş ýöletdik. Mamagan wagt. 93-nji ýyl ondaki Ejewetde tarym taş ýölyne, tekniken taş ýölyne. Aýlanyma galyp şonuň bilen Ali mektep 92 Ali mektepke ötdik. 96-ginçi men şu Ali mektepden ismimi o çagda Sanat institutu. Kim birleşdirip etdiken biz okşup degendik. Sanat institutudynki men binakarlyk fakultetynki täsisat dep bildiken ma täsisat bölümi makine mühendislik okuyken ýa-da biz aýerde kuruluş fakultetinde okuduk. Şonunki binany ýasap bolgandan keyin onunki içindeki su kirdigan, yani gereksiz su çıkardıgan, onundaki ısıtılan, yani havalandırgıçlarını Uygurca havadan hesapta Uygurçaga nim kılsak mı? Kontrol kıldıgan. Yani ötküzüp biz onu nime ötküzüp ötküzüp aladigan yani tesdik kılıp onu bopdumu bombapdymı emesmi? Emes. Binanyň geologiýyk binany kuruşdan burun onunki geologiýyk katlamyny tekşürilgen aýrym bir nimba injener bar. Aýrym bir fen bar. Onundan keyin onun karta buladigan mesele ya muşu ýerde bina kursaň bolýan digenden keyin o binanynki nimesini sizip çykdygan haýretini ço. O aýrym bir injenerlik, o aýrym bir kesep. Onundan keyin onunki işçideki tokçunun yollarını bikitligan, tok yollarını sızılgan haýretini ço. O injenerle ayrım, o elektrik mühendisi. Ondaki ma bizdeki tesisat mühendisi diýdi. İşçideki şu torba yollarının haýretini, ondaki su kitadigan Evres yollarının haýretini sızdygan, mana Nançi'den par diýdi-go. Sızdygan binançy. Şuna okşaş näseler, ondaki hawalandyrgyç, bu öýge kançylyk hawalandyrgyç, bu öýge mikdarlarda tözeýdi. Nime emes? Biraz satdyk esmä. Şu kesbimizden de mesela hem Hoş. yani o kadar okuş jarýandama şu üzümüzdeki taýýarlykda 1 ýyl okuduk, ondaki kesbimi 3 ýyl okuduk diýendek şu. O jarýanda koşumça yapon tili öýrengen boldak diýendek. Şunda yapon tilini aşo üniversite okutgan wagtynda başladyk. Üniversite 2-nji ýylda başladyk. 1-nji ýylda Hytaýçyny abdan okudum. 2-nji ýylda kesip düşgenden keyin asasy nimelerini, ondan keyin anlamy okudum. Yapon tilini keştik kurslarda öýrendim. Ama yapon tili kursyna bargan wagtyma o çagda 93-nji ýyly diýili, wetende çet el tili kurslary dolguny emdi tehi şamala çykyşga başlagan wagt. Ana bilen o çagda şu 3-nji oturda dostluknyňky anamy derbede 3-nji oturda bir mektep bardy. Şeýerdeki bir adam her xil tildeki kurslarny içip diken. Şu mektepden keştik paýdaly. Ya gapuçylak emas. Abdullah meke manymyň ismi. Tamam. Şunu ben sınıf 2'ge wagtynda oturga ýäm ýokçu. Ýapytly kursga geldigen badym. Oturga ýäm ýok, nurgundam ýürütüp taşapdy. 40 neçe edem, 20 neçe 30 neçe edem oturgulyk ýäm ýetmej ýürütüp ders aldyk. Şuna ders süýgendigi men malymdan aş mektep başga Abdullah diýen adamdan sordum. Meniki aile iktisadym bek ýakşy emas. Ama meniň ýapon tilinde bek dilim okugum bar. Ben bek gyzykdym ýapon telewizorlarda, ýapon
filmlerini, her xil filmlerini ko'rgan. O'sha yaponchani bir o'rgansam yomon qiziqdi. Ammo iqtisodiy sharoitim yaxshi emas. Man chuqur yaxshi o'qiyman. Menga bir yordam qilinsa, shunday ta'sirlanib odamlar bo'ldi, bo'lsa sen o'qigan, lekin yaxshi o'qimasang bo'lmaydi deb. Ma'qul deb. Keyin birinchi qism kitob, asosda boshlang'ich kitobniki, ikki dona kitob bor. Birinchi qism kitob bir mavsum o'tiladi. Keyin imtihon beradigan vaqtda adam yo'q. Nechalar adam imtihon berdi. İkinci qism o'qiydigan adam yo'q. Shuning bilan ikkinchi Ya'ni qismni boshlab adam qo'yib, birinchi qism tugatib, ikkinchi qismda qochib ketgan gap. imtihon berdiganda 5-10 oyda imtihon berdi. Keyin ikkinchi qismni boshlaydigan bo'lmasa, boshqa odamlarni izlab 13 bo'lmasa olmaydi-da. Biz 8 odamdik. Bizga dars bergan odam kim desangiz, bizniki sanoat institutiniki geologiya fakultetiniki müdürdi. O odamlar dars berganda. Onu Yaponiya doktorluk unvonini elib, vatanga qaytib, men xizmat qilmay o'zimni millatni uchun deb kelgan odamlar. Shu jarayonda o odam nurg'unlagan Yaponiyaning taraqqiyotlari, nurg'un narsalarni so'zlaydi. Yapon tillam bo'lmaydi u dars uchun. Dars jarayonidan boshqa narsalarni so'zlab, ilhomlantirib bizni shu. Ashunday ketdi. O ham demak yapon tilini qanday boshlab qolding deb so'rab qolsa, shu hamda shu. Undan keyin yapon tilini shu ustoz 13dan bo'lmasa olmaydi degandan 8dan keyin 13dan pulini berdi. Ikkinchi qism darsi boshlaydi desak, ustoz tabak ta'sirini kitob bo'ldi. Men ikkinchi qism kitobni beraman. Dersini so'zlayman. Deb so'zlab berdi, uyitib qo'ydi ikkinchi qism kitobni. Uchinchi qism kitob o'qiydigan odam yo'q. 6 kitobda uchun. Onu o'zim o'rganib, shu 6 kitobning qilib qolgan 4 kitobning hammasini o'zim o'rganib boshdan oyoq yezib, chizib, her yakshanba kuni shu nimaga boraman. Va shu deganda chet el kitob sotadigan kitobxona bor. Shu nimada Shebeylardan o'tamiz. U yerda boshqa bir kitobxona, Shifo kitobxonasi bor. Shabiylardimi? Beymir degan yerda, o'sha yerda işte kitobxona bor. Shu yerga boraman. O chaqda Xitoycha, yapon tilida o'rgangan kitobni bek ozdi. Berib her yakshanba boraman o'sha kitobni o'sha yerda o'qiyman, setib olaman kitobni. Shunday qilib qo'shimcha endi shu o'zimni nima qilish uchun. Aynan o'rganganim yapon tilini shu. Shu o'rganishlar vatan shu maktab, oliy maktabga yaptimizmi? O'rganish bilan anaqa shunday mayli chet el tili bo'lsin, mayli o'zimizning kasbi bo'lsin, mayli boshqa narsalar bo'lsin. O'rganishni bekroq oldingi planga qo'yib, u yonda neri turib, kallamda shunday bir ideya bor-da. Men boshqa bolalar o qizlar bilan nima qilib degandek tanishib, aynan nima qilib oliy maktabni aynan o'tkazak deganda shu. Ben sizning boshlang'ich maktablarda, o'rta maktablarda qizlar yo'q. Sinfda cho'ng o'g'illiqinglarda munosabatlikmi ya? Yo'q, undan keyin bo'lishi mumkin, ammo men 5da maktabga kelgandan keyin mening mamda ko'zalam ochilib, har xil odam qizlar bilan birga o'qiymiz-da, endi shu. Men birlariga kuyib pishib degandek shu. Mana ishlar bo'ldi. Lekin bu odamni borgan sira shu nimaga ekspert ekan bu ishni. Odam o'zini kontrol qila olmaydigan, g'am g'ussi bilan hech shuni o'ylaydigan majnunlik qilgan shu. To'xtab turadi. Buning o'rniga men yaxshi kasb o'rganay, yaxshi til o'rganay, bilimli odam bo'lay. Bilim ishqida, endi shu. Bilimni yaxshi olsam, men qizlarnikiga chiqib olayman deb shu. Bola vaqtlam qayerdanning nimasini o'ylab bo'lgan gapkanda tajribasini. Men oliy maktabga kelganimda aytaman. Ammo shu fikrga qanday kelgan? Dastlab yoshlik. Chunki masalan, men avval hozir o'qib, natijaga do'qishga borgandan keyin undan keyin mayan qaramay, o'ng so'lga bir gap bo'lar. degan iroda keltirgan bir narsa bor, shunga o'xshamay deydilamda. O tamam to'liq o'tirdim-da, yosh bo'lgandek odam o'ylaydi-da. Mening masalan biroz putim tayyorlab bir narsa bo'ldi-ku. Keyin uni saqaytib ketdik, shunda bir put tayyorlaydigan narsani birdan nima chiqibdi ekan, oyog'ini kiyibdi. Ba'zan gaplarni demaydi. Ya haqlar keyin uni ochib gilam qaqilgan ish chiqadi. Uni gapni atlab o'tib ketadi. Muhim deb qaragan narsalarni. Chunki hozir misol mening so'rgan savolimdagi muhim masala nima desa,
İnsan Ha. kichik, bilmaymiz. Sen okuduk yaxshi adam bo'ljima bilan, bilib, ma'lumimiz dedi-de. Ama tamam deymiz. Qanda olab, endi Ha. ya qanda olab, men shu no'qtig'ichi barcha o'qiyman, manda adam bo'laman degan narsani kim soldi sizlarning dilga? Qanday keldi aqlga? Tamam. Bu savol. Birisiga endi dadam to'pang shu maoshini olsalam, shu nima yangi kitob chiqdi, kitobxonadan kelmaydi. To'la kitob olibdi. Uyda Ha, 2000 parchalik kitob yig'gan odam dadam-ku, rahmatli. ha, U bir. Undan keyin anam biz televizorni keyinroq oldik. Shuning bilan televizorda xabarlar chiqqandan keyin nimaninki yanaqa davlatninki cho'ng odamlar diplomatik munosabatlar o'rnatgan vaqtida tarjimonlar bo'ldi-ku yan tarafida. ha, ha. Shu tarjimonlari nega boshqa bir bora oladi shu nurg'un ishlar ishlaydi u shu. Ha. O'sha odamni ko'rsatib turib anam deydi-da, "Bolam, ya muxbir, ya tarjimon bo'lsa, dunyoning har qanday yeriga bora oladi ekansan." So'ngshan shundoq bir odam bo'lsa yaxshi bo'ladi deb o'zining orzusini deb qoldi-da. Anda o'g'aniki ammo men undan burun madaniyat idorasi deydigan, qirg'oqxon deydigan yer bormi shahar markazida, Kiriyacha. Hatta tepishmoq kechalari bo'ladi, anda faoliyatga qatnashdik, aktivcha. Hem öyle kitap okuymiz, hem ayarlığı berip qirg'oqxonda o'qiymiz. Undan keyin har xil resim chizish kurslari, kurjuklari bo'ladi. Xattatchilikni o'rgatadigan. Yevropada uni aktivitet deb qo'ygan, bizda nima deymiz? Faaliyetçilik aloqador kurslar. Bakalım, yani vaqtni bosh o'tkazmay, ahamiyatli vaqt o'tkazish uchun bir narsalar mashg'ul bo'lish yumisi kirdi ekan. Shuning bilan men 5'ida resim kursiga berib baktım. Resim kursiga borgandagi ta'tilli kurslarda bu. Biz shunda har xil resimlarni chizish uchun Xodar Qashqarning yetgan ko'chalari bor. O'sha ko'chalarga berib, yayilma yerlari bor uchun. Keyin yetkazib yerlari bor. Jamining oq taraflarida shunday uchun. Ana yerga berib resimlarni chizib, tar ko'chalarni uchun. Ayda resimlarni chizib, nima qilib mashq qildik. Keyin men uni tashlab qo'ydim. Bundan keyin to'liqsizda xattat kursi ochdi. Abduqayum ma'lum deb bir ma'lum. Xattat kursiga qatnashdim. Xattatlikni o'rgandim. Keyin Oma taşınıp kağıltıldı. Şunu ona dadam... Yani ondaqda tamam, onda işte neçisi oldu elbette. Demek ki oğlumuz dadam aşağıda. Ben balay sizge. Dadam oturup, dadam sen şaptın, animiniki maymundan şaptılı yiyişi degen bir hikaye var, okugan bitten mi? O şaktın şak konup ne varsa depti de. Şunu olan o şaptınlar da balam koyun okuyup, ma şaptılı yakışkende koldaki şaptılı çıkıp da aşında kılıpça. Yaman şaptıl almıştırıp adam şu şaptıl dedi şunda dedim. Ondan keyin maymunning ayning sho'lisini suzadigan ayni suzish debchi quduqdagi ayni uchun. Hikoya bor. Uni deb berdi. Sen baka jabatatdan o'tishlik bir narsaga erishamasan bo'lmaydi. Shunga sen bir ishni qilsang bolam, ishni bir boshlab oyog'ini bir chiqargin dedi-chi. Bo'lmasa bu ish yerim qolsa bo'lmaydi, yaxshi bo'lmaydi. Baka vaqtni isrof bo'lib ketadi. Xudolik osmonning ayning nimasiga g'azning sho'psiga nanchta degandek bir ish bo'ladi deganda ana gapni qilibdi. Dadamning tugu Qashqarlik emas. Lekin o'sha gaplarni qilibdi-chi. Qashqarlik og'in so'q shuydi. Aşı gaplar ta'sir qilgan hamda onamning birisiga o gipi, universitet gipi. Ondan keyin men tilimni musha og'in ikki misol, onamizning gapi va sizning dadamning gapi sizlar necha yosh vaqt gap o'sha? O degan shu. To'liqsizdagi gaplar. To'liqsizda. Ya'ni 14-15 orasida. Aşağılık gaplarda endi shu. Tamam, tushunishga bo'ldi. Shunday gaplar. Shuning bilan shu narsalar dadamning o gapi balki hayotimga qattiq ta'sir qiluvchi. Shuni bir ishni qilsam, oyoqqa chiqolmasam bo'lmaydi. Ajoyib gijing. Okey, boshlandi. Undaqda
Ma mektepning ishini men o nuqtagacha boraman degan narsa anamiz sağan yuqori darajalik insonlarning ziyorati, olamni kezdigan cho'ng odam bo'lish tushidan keldi. Hı. Tamam, tushunishga oldi. Yani yapon tilini o'rganishdimi, kichik maqsadimizda aqlimizga sağan ishni oxiriga chiqarish irodamiz bilan, garchi insonlar tashlab Hı. ketgan bo'lsa-mu va hatto keyin kurs bo'lmagan bo'lsa-mu, 4 qism kitobni o'zligimizda o'rganib tamomladik. 6 qism kitap tamamlagan bo'ldi. Onundan biri ben Xitoychani yaxshi o'rgandim-da. Bizning to'liq o'tirdimi, oliy maktab imtihon berganning ichida birinchi bo'lolmasam ikkinchi nomerlikchi men eng yuqori nomer olgan Xitoychadan. Xitoychani ajoyib o'rgandim. Hatto o chaqda so'zlik daftarini elimdacha dadam kichik daftar yasab turibdi. Dadam shu daftarni sen bir yerden söz görsen, yazıp algan, onu kip lügatın aktarı yoki mende so'zing deb beraman deb. Dadam asosiy shu lug'at aktarishga undaydi meni uchun. Yani o'zligini o'rgansang, lug'atni qarasang, buning qarama-qarshi ma'nolik so'zi bor, o'xshash ma'nolik so'zi bor, yondosh ma'nolik so'zlar bor degandekcha. Shuning bilan mana shu velosipedni to'liq minutdim, velosipedda maxsus kiloning e'lonlarini chiqardi-ku. Aşağıda bazı Xitoycha gaplar bor ekanmi-shu. Shu gaplarni yezib olib men ondan keyin o'qilish qandoq deb uyga kelib undan keyin uyda shu nima aktarib, lug'at aktarib, ashlarni o'rgandim. Keyin asta-asta xabarlarni Xitoycha ko'rishga boshladim. Endi qilib Xitoychani yaxshi o'rganganda Mishadyan bir narsa aqlimizdan kechadi, tafakkur qilish lozim. Yoki ko'rmayman do'stlar, yoki kichik do'stlarimizniki taxmin yaxshi tushunilishi uchun bir chikit qo'yamiz aka. Bu yerda aslini sizlar deb qo'ygan turishida. Ya'ni kichik vaqtimizda aslidagi Xitoychani o'rganib, yo'lda ketib turib, kichik bitan lug'atni bilib olib, xabarlarni ko'rib, tushunib olib, ashuni ta'min etib qolgan gapkanda. Çünkü o'rganishning, tamam. Çünkü yeni bir sen tanımaydigan bir ham so'z, nima? Sen o ham so'zni ko'rgandan keyin sen uni ma'nisini lug'atni tepib olgandan keyin sen xuddi bir pul qozongandek, yo'l ketib olgandek. Ama ba'zi deyish mumkin, voy bir Xitoycha kelimani tepib bucha yo'rtib olgan bo'libdi deb deyishim mumkin. Ya malaikalar adamning dialogida bor bo'lsa deb baqasan dedi. Boshqalar diyemedi. Adam esa dedi yani o'xshash, mohiyat jihatda o'xshash. Bir tal kalima bo'lsa bilgan ortiqdir. Shunda ism muhimchi, ism qo'yash, ashlarni o'rganish bek muhimchi. Ayında bir lezzet titreşka. Tamam, meşherde biraz atlaydı. Çünkü sizin bir insanı çoğun kılıp ekemekimiz için neç program yetmeydi. Biz alıp makardaşların vaxtını tutuş için ve asas team olan bizden hidayet kadar kısmımızga təxmiş direkt kirişimiz için sizin hazır qandaq bir karakter, micaz, qatarlıqlarının pişbitlişi alakadar cezmelerine biraz tonuşup çıkan bulduk. Boz təxmin kısıqı tırslaylamda düşünüşük oldu. Çünkü hidayet o izlenişçi. İzlenişinin bir nimesiçi. Yani hidayet, Allah hidayet kılsın deyimiz. Dua kılımız mesela. O hidayet Allah'ın muşi jaryanni, hazırki jaryanni. Ma hidayetning oldi keyindi mi ba'zan o'y xiyollar bo'ladi-ku. Manda o'g'anda, anda o'g'anda. Chunki bu mandat deb burun kelgan tajribalar bilan birga tushuntirgan vaqtida sizning o'tmishga aloqador bal vaqtlarimizda sizlarni sizlar qilgan narsalarni qayta yani zikr qilib o'tkazib bo'ladi, fursat bo'ladi. Faqat vaqtni preslash maqsadida qisqartishga tirishsak. Endi qisqartsak masalan-chi. Oliy maktabga o'tdik shundami? Unda yapon tili o'rgandik, o'zimiz kasbni o'rgandik. Meni yo'lga solgan vaqtida dadam rahmatlik bir dona jay namozni qo'lga tutqizib, jay namozni-chi. Ayda yo'lga solganchi. O kommunist vaqtimki. Shu. Öyle dadam lekin bir vaqt namoz o'taydi. O'zi kommunist bo'lgan bilanchi. Anam bir vaqt namoz o'taydi. Undaqda manfaat maqsadida partiyaga kirgan kommunist ekan. Siyosiy maqsad, siyosiy chunki u chaqladanlar. Aqlli odam ekan bo'lsa. Ondan keyin ben oliy maktab o'tgandan keyin hatto nima degan partiya yoshlarni
tashkiloti bor-ku. Yoshlar nima? İttifaqmi? İttifaqqa. Ha. Ha, ittifaqqa kiringlar, kelsanglar, texmi yaxshi faoliyatlarni qilib chiqib, o'quvchilarni oldin qatorida mengib, İttifaq shundaq a'zosi debdi, to'g'ri. Ha. Deganga o'xshash shundan bilan aytganda, men demak dadam anamlar shunday yo'lga solgan Ha. Yerga borgandan keyin uni bilan nimamiz bo'lmadi. Yapon tilini o'rgandik. Uni o'rganish oson emasda, chunki boshqalardan jiqroq bir vaqtni men boshqa o'zimni kasbini o'qishdan boshqa yana ayrim bir tilni o'rganaman. Ha. Yapon tili bizning ikkinchi chet el tilimiz, birinchi chet el tilimiz Xitoycha. Ayda o'rgandim. Ha. Bilammi? Shunday bo'ldi. Ondan keyin men aytganliklari shu oliy maktabniki shu bizniki mayda lojman deb qo'ydi yoki bo'lmasa yurt deb qo'ydi. Shu sanoat institutining ichiga erlar o'g'illarniki yotiq ayrim bir bo'lganda. Qizlarning yotoq binosi ayrim. Biz qizlarning yotoq binosini oldin o'tab, bundan andikin darslik binolarga kiramiz shu. Xo'sh. Aytganliki shu aytgani chiqib olib, shuni ular ishni oshqizdik biz shu. Ben oshqizdim. Yine başka bir ağabeyden baktı. Onunla keyin tanıştım. Aşı yarayandı. Ertegen çıkıp o şiir yazılaydı yani. O balın ismini ya demin yazıp. Aksu Üçtürpanlık balattı. Toxtamay Tağ jurnalında men şiir verdim de şiirlerini yazıp O şair olarak şerefsizlerdeki bir şekilde. He. Oyundan çıkıp ne kıldık hem de. Ben çıkıp Japonca sözlüklerini yazılattım. Çünkü aldı bilen bir sözlüklerini, ham sözlerini yazılap ondan keyin tekstlayman şu. Tekstlerini yazılap, ondan keyin aşılarını üzemdeki hareketler bilen üzemki birleştirip alman şu üzemki şu. Kodel binez kitap algan şu. Ayda kılıp tekstlerini yazılap aşılar kıttım. An düştükleri yani gündüz günlükleri tekstlerini yazışını öğrengen bolsam akşamları onunki tapşırıklarını işlep cevap verip degендek şu yaklaşık näselerini görüp. Hatta yatak yenip kiygen baktımda mı? Yataktıkı balla kort oynaydı, mahjong oynaydı, uçak degen elektronluk mahjonglar alıp ketdi degендek şu. Bizde 8 kişilik yatak. 8 kişilik yatak 6 adam da 6 adam. Hoş. Diye bir yerden. O balla aşında ötküzülü şembe ekşembe. Ben kirip lan kulağımga uçakda şu birinci jilisi men yazık tatili qaytmay aşağıda Hotan ben suyunki aşxanası vardı şehirde ben kaçıyıp kaçıyımaptım ben. Tanjanlık da oturduk ki garson. Mülazimetçi bulup işledim şu. Malam apam dadam bek çıktı balam. Senin yaşındaki balla 18 yaş kiye eden degen chet elde öz aldığı mustaqil iş qiladigan har qanday ishni shu pulni o'zi deb hajlaydigan ashunda adam bo'ldi bek pul so'zlaydi shu deganiga to'xtab turaman o'zimning pulni o'zim topib ta'tilga qaytmayman juma deb qaytdim ta'til shu o yazık ta'til shunda o qaytadigan 60 kelgan balla hammasini ko'rib ko'zlarimda yoshlar taramlaydim 40 kun ashxonada ishladim ishlab Aşı 30 gün işlep bir gün dam alıp dikemler putlarım diye işip gitip dam algan küresi üzerine şunda yerip gitip dam almasam bu diken cuma dep şu yine kayıtıp girip 15 gün yine işledik şu işlep yine kayıta okuş yılı başlangıçta yine devam kıldık ayda oldu bu ne tatil vaktlarımızda işte ötközdük mesela şu ayda Jim Tuba iş kılıp meyve özümüzün iqtisadi nimemizni yaxshilaydi deb degandek shuni qilaydi. Shu vaqtda men topgan pulimga, mana shuning uchun demoqchidim. Radio va Texan degan markachi Shenzenda ishlangan. Yaponiyaning markasi bek qimmatku. Xalqaro radiolarni tatilgan qisqa to'lqinliq radiolar shu. Men shu chog'da HK'ning radiosini anglaydim. Akad o'tirib, soat 8-9 yinib kiysak yoki 10da shuna qo'lqamga radioni tiqib olib Şunu olan Japonya'nınki, NHK'ninki Japonca programlarını, Japonca uyutulan nemelerini anlattı. Mesela xat yazıp Japonya'nın kitabını ekelgüzüp, onun ders kitapları vardı. Acı derslerini tanış ettim. Meni xalq ezil Japonlaydigan bo'ldi xalq shu. To'xtamay qo'liqamdim. Japonning naqsi, endi shu yoki Japonning dersi, Japoncha ders. Shulan baju TKS bizning ders kitapti. Yoki naqsh orqali Japoncha o'rganish yoki bo'lmasa Yaponiyada degandek ayda kitoblarniki nimalari bordi, kasetlari bordi shu tinchaydigancha. Ashlarni tinchidik, ashlarni nima qilib
Benim başkaçarak öttü hayatım. Şey. Ben başkalar oynasa ben ügünüş kıldım. Aynen. O bana tunç kıldım. Toktap durma. Daha gepni olması kelimem. Kim bu bana kopap onun ulanmış o 4. lise tunuştum ben. Akşamları o kanca değil yatak kerip bir namaz okudu şu. Bir ders okudu. Namaz okudu gibi namazda şundan bir kıraatli şey amel çıraylı kıldı o bana için. El qariyatu mel qariye ve ma edrake mel qariye degende aşındalıkı. Yaman kılıplaşkan şunda şiiri Hı. fasahatlik bir narsalarni tinchidimchi. Tinchgandan Burun keyin bu köymügenma, mening burunda bir ya narsa, buni da ta'sir qilmagan men uchun. çün, dikkatçilik kılmak iken, Yoqimli. ha. Ha. Shuni bilan u kunisi menga shunday ta'sir qilib ketdi. Shu nima ish qilsa desam namoz o'qiyapman dedi. Degandan keyin bu namozni bir tushundim. Islom dini bek yaxshi narsa. Biz shu namoz o'qiymiz, o'qiydi. Undagi Hı. Qur'on. Biz Qur'onga ishonamiz. Qur'on o'qisak, Qur'onning uyg'urish tarjimalari bor. Darholdan boshqa yo'ldan Qur'onniki uyg'urish tarjimasi Muhammad Salih'ninki Saudiyada baskan basmasına başka bir karkaşlık baladım. Bilen tanıştırıp koydu. O balı bana beğendiş mi ulan? O balı davetler şu kullan balık yaptı. Hı. Onu elip okudum. Şu bir yılın üçüde ben şirketim ötkezdim Uygurca mesela şu. Hı. Şuna da ruzu tutumuz be. Size şu ruzumu tuttum. Ruzu tutkandan keyin şunu ulan 30 gün ruzumu sağ selamet tuttum. Benim Hı. akıbı asasen. Hayatın tuncu kıtan tutuşunla mı lan? Evet, to'yga ruzu tutuşum. Ha. Şunu bilan bu bu asan bir iş emasken. Bu acayip külpetlik bir işken buchu. Men mushu ro'zani tutgan bo'lgandan keyin men nima ishga namoz o'qimayman, namozimni o'qimaymanmi deb namozga boshladim. Ha. Ha, anaqa 96 yil 3 kuni men hidoyatni kirgan, o'zim musulmon bo'lgan kunim deginan Hı. shu namozni boshlagan kunim shu. Ha, namaz başlagan günde hidayet tapkan günüm dep esaldık mı? Chunki shu vaqtda bizning kallamizda bizga o'rgatilgan dinda anaqa boshqalarni masalan namoz o'qimasa musulmon emas shu. Tamam. Şuş oldu ha. Shuni shu vaqtda biz men o'zimga shu hidoyatni nima qilgan erishgan ekan. Endi men tug'iliblam onamdan yoki shu men musulmon bo'lib mandabi nima qilgan boshqalarga o'xshash irsiyat shekilli musulmon emas shu. Hı. Mening farqim shu. Shuni Ata-anı o'zimning dememde, ata-anı dememde. ota-onamiz deydi degan bilan o anaqa bizniki boshqa tuqqanlar bor masalan qori, qurra Hı. degandek shu. Ha. O Ha. qorilar bilan aytishib boqibdi, ular nima qilmay bizlarcha anaqa qanoat qildirolmaydi. Ha, tamam. Şuş. Qanoat qilolmay Ha. aynan Ha. o'takki. Endi biz ayak nima qilgan degan endi balli boshqa kitoblarni berdi shu. Hı. Mavdudiyninki islomga tunji qadammi, islom asostirmi deb bir kitob bor. İslam asasları Shu var. shu tuqqanlarimiz necha yil bizdan o'tishib anaqa bizga Düşündüremegen nima gep ne? qilolmagan qanoatlantirmagan bir narsani mavdudiyni bir tal kitib kichkina bir Düşündü de. yuzga kendi Tamam. shu kitobni o'qigandan keyin ha, islom degan bu shunda oddiy bir narsaga u murakkab emas ekanda. Shuning bilan hayot, hidoyat yo'limiz endi musulmonlik safarimiz boshlandi endi shu. Aha. Mişe kadar bir nim oldu. Hulaslap yığınca kılıç doğru geldi. Bir sual Ha. oldu. Bir sual oldu. Arlıkta ben soğan sualga ata-ananın ki işkelerinin o'rta maktablarda o'qiyotgan zamonlarda qilib qilgan nasihatlar orasida ikki tanbeh bilan hayotda ikki xarakterda muhim bir narsani belgilaganlik chiqdi. Biri bir ishni boshlasa oyoqqa chiqadiganligi, ikkinchisi taxmin yuqori saviyalik odam bo'lgan vaqtida, ya'ni ustun saviyalik odam bo'lgan vaqtida anandan keyin qo'li uzun, soyasi egiz odam bo'lganligini tushunganlikni bildirdik. Tamam. Shunda. Elbette bir öyle bayatın 5 oğul, 4 oğul mu 5 oğul dedik. 5 oğul dedik ha? 5 qarindosh. 5 qarindosh. Mening 4 ta o'g'lim bor, ammo men 5 qarindosh, 5 5 ta qarindosh. akufka. 5 qarindoshning gapi. 5 to'g'raq bor bu uyda. Tarbiyani hammalarga qiladi. Boshqa sizlarning akufka inilama ashundaq sizlarga o'xshash ashundaq irodalik
ahırı çıkıp kılıdıgan işte adamlar buldu mu ya şu öýüň içinde sıllam tutup çıkdyňlar. Mana ya mana boldamda mening kichigim bilan Abdulhat o'yinimning ismi bir şey deyishardilar. He. O ikkimizga yomon chiniq turayotgan dadamchi. Xudolarga tuvanga tushirib chiniq turganga o'xshash ya derdi bizni oldimi. İlgirikisinde jıqynym tecrübelep kağanını sizlerge işletipdikinde. He. Ya ilgirikisi ben şu birincisi ben. Baladan çoğu. Başlama. He he. He, baladan çoğu ben. Tuncu oğlan. Ben talepni qattiq Aş, qo'yapman, he. He. ya bizga talabni bekshab qo'yayotgan shu. Hatta dedim aşağılıkı aile kuruluşununki umumi halağı He. He. Aşağınınki nimesini tartqızgan peş günü şu bizga şu. He. Eğer 5 yılda bir gün kep qilib, moşundan işlemeci qilmaysan, qilsang, yine canını saqlab qoladigan yoki shu. Haqiqiy halol ta'lim bilanchi o'zingni qamday oladigan ayda bir ish turib, ayda ishni shu buni past ko'rab yoki shu. Bunda bir ish qilmasin deb hamda shu bizni ashular qildiganchi. Ash peshapni tortqizib, sheniq turib, undan keyin buni olib haliqi tuz bir yerlarni, shig'il bir yerlarni oshqizib, ash yerni choptirib, yerligi bir narsa teletib bizga shu. Yerlarni og'dug'izib ashta qilgan bitimchi. Rahmat. Keyin bak, keyinki 3 yildan kelgan chog'da asta-asta dadamning eshituviydi, undan keyin anamning Mashg'ulot aviydi. Mashg'ulot aviydi, ko'ngli taxmin yumshab ketdi o chog'da shu. Adam kelgan. Ashta bo'ldi ekan. Masalan, bizim birinchi o'g'limizga qattiqroq davran muomala qilgan bo'lsa, keyingiga sen yumshoq muomala qilib degandek-chi. Hayotimda shunday ekan-da. Tamam, tushunch bo'ldi. Demak, oiladan sizlar bilan sizning keyingi ininglar, ikkinglar bugungi zamonning insonlari qatorida bir narsa qilib til bildigan yuqori saviyalik odamlar bo'ldinglar, ota-onalar tarbiyachilar. Qolganlarda bo'lolmadi, shundaymi? Qolganlar tijorat qilib qolgan bo'ldi. Bosh turib kirib ketdi. Ya'ni sizga o'xshash ma'lum bir o'qib yuqori saviyalik odam bo'laman deb mana iroda qilmay, yarim yo'lda boshqa yo'llarga kirib ketdi. Undan keyin men boshqa tijorat yo'llariga. Ben şu jarayondami men o'zimning qarindoshlarni o'ylag'lik masalan shu. O'zimning qarindoshlarni qanday qilsam shu oilaning yukini yengillatman. Men yaxshi yo'l topa olsam, men to'g'ri yo'lda mansam, undan keyin bu iynilarim bor meningcha yaxshi yo'lda mangdi debchi. Ularni beklab o'yladim. Bularga o'lgulab, nemonolab berman deb suv kechib, tamam tushunishga oldi. Tamam, Osvaldo ötep gittiler. Tamam, ondaqda 1993-yili Hidayet, he? 96-yili. 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 Tamam, 1996-yili Hidayet tapdıq dedik, he? Şunday. Şu 96-yildan tartib chekinish bo'lmadi, he? Yani Yo, 96-yil yaxshi men onundan keyin hatta ya demek çoğum tekrar ximir yenip ya boldular deb tashlab chiqadigan namoz o'qini tashlaydigan avval bo'lmadi. Yo'q. Tamam. O qat'iyat. Ve bir qatlaylamda tug'ilib, qanday odam bo'lib, qanday iroda bilan yaxshi o'qib inson bo'lganlik ya bu yerga qadar oldu. 96dan keyin, hidayat topgandan keyingi hayotda burilish hosil qilgan vaqa yoki tushuncha, fikrlar qanday oldu? 96dan keyin men Qur'on Karimninki tarjimasini hatto shu Uyg'urchasini 2-3 qatim o'qib qo'ygandan keyin men arabchasini o'qib, arabchani o'rgandim, Qur'onni o'qishni uchun bizga tuqqandan berib o'rgandim. Arabcha o'qishni o'rgandik. Ya'ni abdiy savodimizni chiqardik. Savodini chiqarib qo'ydik o'tiqqinib. Shuning bilan men Qur'on o'qiydigan bo'ldim, arabchasini uchun. Arabchasini bir o'qib, undan keyin buningki tarjimasini Muhammad sallallohu alayhi vasallamnikini tushiraman. Undan keyin uning yeniga Xitoycha tarjimasini qo'yaman. Uning yeniga inglizchasini qo'yaman degandek shu. İngilizce qachon boshlading? İngilizchani men shu oliy maktabda eng oxirgi yilisi boshladim. Yapon tilini o'rganib bo'ldim, 2 yil ichida. O'rganib bo'ldim degan gap asosli kitoblarni tugatdim men uchun. Ya mana bir kitob o'quvdagi saviyaga 2 yil ichida kelib bo'ldik inglizchada. O İngilizce'de o şunda oldu ha yakında televizyon en az 2 yılçı. Xo'sh, shunda olgan chog'da Qur'on o'qishni o'rganib oldik.
tuqqunimizdan Ha. endi savodimizni chiqarib oldik. Endi o'qiyotgan narsamning mazmunini tushunay deb bir tarafga Uyg'urcha, bir tarafga Xitoycha, bir tarafga ingliz tarjimalarini qo'yib turib, silishtirib o'qiganga turdik. Güzel. Okudum. Tamam. Hı. Buna qilishki maqsadim hem üzerine öğrengen tillerini unutup kalmaslık, He, he. hem seliştiriş arkalık bu tillardaki ifadeleştiğinin kendimizden geçiyor. Mesela takva degan gapni Uyg'urchada takva desa odatga bir adab tushunmaydi shu gapni shu. Hı. Ama ben Xitoychadagi shu mojianning tarjimasini deyman shu. Hı. Jing Wei deb olibdi. Jing Wei deganda jing degan bilan hurmat qilish shu. Wei degan biroz qo'rqish degan gap shu. Biz Uyg'urchada uni qanday ifodalaymiz? Taqvo, Allohdan qo'rqish deymiz, nima? He. Xitoychadan mana qanday tarjima qilib tunganlar desa, hurmat yuzsidan qo'rqish. He. Bu takımı tushunish ko'rganda? He, he. Ama lekin hozir u Toshiko Izuzu Musa Jarullah'ınki Yaponiyadagi o'quvchisi tarixda. O adamni yozgan, o adam tugab ketdi, rahmatlik. O adamning kitobida Toshiko Izuzu taqvolik degani mas'uliyat tuyg'usi, mas'uliyat eng deb tarjima qildi. Buniki nimasi? Mushunday ma'nosi deb shu. Mas'uliyatchanlik. Mana desak haqiqatan tushundik hamda. Shunga o'xshash ma'nolariniki his qildik. Ondan keyin men yapon tili kurs ochdim. 2 yil men bola tarbiyaladim. Maxsus yaponcha shu kurs ochib, oliy maktablarda yugurib ochaman-da. Dongdada açtım, Yazıcılık Üniversitesi'de, Yişoyan'da açtım, Spendaşo'da açtım, aşağıda qilibcha. Hem üzümdeki okugan maktabımı açtım. O'qishib turib bo'lgandiki ishman uchun. Ayda ichib yurib, yapon tilidan topgan pulimni inglizcha rasmiy soldim. Bir kunda en az 13 saat ders o'qigan vaqtlarim bo'ldi, hatto 14 saatcha. Shunda til o'rganaman debchi. Shu vaqtlarni Jaman jiq uyg'unish qilgan vaqtlarimni eslasam, ben huzurinib ketibdim. Özelde bir turmuşum bo'ldi, özelde bir yapon tili ders verip, bundan keyin ingliz tili ders oladigan, kurslarga boradigan, o'zim xohlagan kitob o'qiy oladigan vaqt bo'lgandiki, shu ikki jarayonda hatto men qutatqu bo'likni boshdan oyoq o'qib chiqdim. Boshqalarga tavsiya qildim. Kurslarni ichib yaponcha bolalarga ders berish jarayonida men o chaqda yangi iymon aytgan bo'lgandan keyin Qur'onni o'rgangan bo'lgan islom bilan adam xushallanib, huzurlanib, nimishqa boshqalar musulmon bo'lmaydi deb üzülsam davra cho'kadigan gap qamdichu. O'zi yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga yaxshi ko'radigan gap qamdichu. Shuning bilan darsning og'irliklarida, hatto so'zlarni, ham so'zlarni o'rgatgan vaqtida, jumla tuzgan vaqtida islomiy jumlalar tuzib yetib degandek shu Qur'ondagi oyatlarni misol qilib degandek. Ayda qildik, shunday o'quvchilarimizning bir qanchaylar musulmon bo'ldi shu. Degandek ta'sirimizchi. Ayda erkakchan chiqadi shu. Shu vaqtda men bir qistirib qo'yib bir ishkimitlik. Nabijon Tursundan keyin Moskva xiyolları degan kitobini, maqolasini o'qigan. Shu maqola mening hayotimga cho'ng ta'sir ko'rsatdi shu. Biz Uyg'urlar dal Moskvaninki Sovetlar ittifoqininki Sovetning bayrog'i o'zligidan mana tushib ketgan bir ko'rinishimcha, shu tasvir bor Moskva xiyolları. Bizga shu kunlar kelar degan bir urug'ni bizning qalbimizga tiqiluvchi tikillik. Nabijon Tursun. Ondan keyin bizningki olimlarimiz bir jiqgan Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Sovet ittifoqida, Moskva hamma yerda ajoyib olimlar bor, Uyg'ur olimlarchi. Shularni tunishtirdi o kitobda shu. Undan keyin Uyg'urlik ruhini nima qildirdi. Undan boshqa maqolalar jiqqanmi? Nabijon Tursunning Moskva xiyolları, yana boshqa Asad Sulaymonninki Iraklıların Aliyerik Salam var. O zamanlarda hali jiqqa undaq chet elning xabarlari. Ondan keyin degandek shunday nimalar Uyg'urlik ruhi ajoyib bir xil gullangan Uyg'urlik g'ururi nima qilgan vaqtida taraqqiy qilgan. Ya'ni bir kaptay uchun, bir kapta deyli, qondaq chiqib o'tgan bir kaptay uchun, ya'ni yuqori parvoz qilgan bo'lgan, taxim egiz qondaqlarni ko'rgandek bir tuyg'u hisobda. Shunday deyishki bo'ldi. O'chaqlar degan oliy maktablarning
Ama Ali mektepte aşında ustazlarını mesela Abdülkadir Celal'dı demiz, Yakup demiz, aşılan teklif kılıp leksiyen Sen sözlütülüğün, sözlük. aşı işlerini, aşı işlerini tertipleydiğin bağlar var. Şu. He. He. E, Aşında yaxşı bir mezgilde ettiğimdi. Hı. Kinden biz bu İslam tamam Müslüman boldak, onun için maaşlar olduğunu ki toy kıldım, toy kılgandı ki uçun Hizbi Tahrir'in ki idealere takığa vakitler uçun. Ben Hizbi Tahrir'in İşte 97 yıllarda Almanla qaytarıp ekilimiz dep Şangan'la ama Şangan'ı qaytarıp ekilimiz dep Xitay xeli bir bolan çıkırıp жүрген tebliğ sorularını tutup жүрüp degendek. Siz onda bolan çap qılıp çıkmapsızlar. biz bek dikkat kılıptık. Acayip dikkat. Sergek adamlar. He. Hem şu Kur'an'dan da sözlüsen ya Kur'an'dan gaplaşıyatımız dep şu. Hı. Ayda tutup kalgan takdirde maş Kur'an'ını köz tutup dursan da işte demek de çata çıkmaydı dep şu. Aşda He. deyip bizge bazı ustalar şu. He. O teknikler var. Çıkılıp tutup koymay, tutup kalmay keldik şu. Hı. Xudoga şükür. Hı. Hizb ut-Tahrir'in idealari, kitapları ular bilan tanışıp çıktım. Ondan keyin Goňjyga geldim ben şu. Hizmet bilen mi, okuş bilen mi? Aşı okuş bilen, hizmet bilen hizmet dep Goňjyda bir restoranga çet el tili bildiğin bir Müslüman adam lazım keldik. Hı hı. Şuna ben berip aşı restoranda işledim bir 10 ayda şu. Çokum arak, şarap, piva, o bo'lgan narsa bo'lmaydi desam çatak yok. Siz keling dedim, ma'qul deb. Şundan akşamları çıksam işlep gelip çıkan He. başka bir qaraydı emas, başkanlığı 24 saat açılgan aşxana tamam. Yolcular nima qilib o'sha aşxananing egasi pivolarni tayyorlab, boshqalar aroq ichadigan, pivo ichadigan jo'natadi o'tib nima degan gap bor. Masala nima deyishgan tilxinda. Bu aroq quysak bo'lmaydi, bu yerda desam aroq emas pivo deydi. Pivomish aroq dedim shu. O'xshash bir narsa. Bu haram aralashib bu savdo qanday bo'ladi? Sizin berişkiz biletlerimi hep birime diye demezme. Bol He. günü beriş kayıt biletlerini hep versinler beni yemek gitmeyen dedim ki. He. Ben üzem tapkan tolga haram aralışıp kalsa ben ballarımın geldim ailemdekilerime kanına bakım ben haram Hı. mirasına bakandım dedim. Aşağı desem oradan biraz tersimden diyor. Abla Hı hı. siz tamam bizde hata kellikini bildik biz müçü. Siz bizi işlep duruyor. Bu aşkhanada biz haram koymayımız, püjümü koymayımız. Aşkana tamamen sizge siz mening aşkanım deb eşiğe veren aşkanım şu. Dedi Hı. ma'qul dedim. Şunu ulan müşgim rasm desem rast dedi. Ertesini tartıp, ögünsünü tartıp o Konya'nın Feridalıkaya götürdü. Peugeot dedi, Peugeot kuyulmayı dedim şu. Vay bir temin basım, bir siken basım bir şey dedi. Ya bir temin basım kuyulmaydı. Sen aşı patrona çağırdıydı. Hocayım ben dedim. Bu aşkanım benim. Donmayız dedim. Ayda kadar bir O online Xitoyda işledim. Xitoymi yo Uyg'urlimi hozirda gapni qilyapsan Xitoy? Onun Har xil kişilik ha chet ellik dedik tamam. Ha tamam Uygur'u tamam. var, Artık so'z so'rab turadi. Ha. Oğrusu var, başkası var diye işte. Şunu ayda kılıp 11. ay kelgen çağda buluşuyor. Bir mesele saldığa işi var dedi. Nimi işte lisanmış aşkanda pijjo koymuşsa. Ben de So'dini bak kavap yuz chiqibdi-da. bulunmaydı ki. Bizim %98 adam şu Xitayla bu Xitaylı bir yerin kavap yiyen çağda piv işimiz bulunmaydı dedi. Bulmaydı. Eğer bir şeyde birinci temin pive koyulup kalsa, Men arak içilip kalsa, men yok bir yere şöyle bundan sonra 10 bir adam. Senin mesele sağladı. Bana mesele sağladı işim var dedim ki. Kur'an'ı açmamsın ha. Kur'an'da bağı arak nime kılmalı dedim şu. Hı. Hedis bağı davranlık şu. Hı. Şunu sağsanlı bunu mesele sağladı işlemez mi? Hı. İman, ibadet meselesi. Dedim şunu ulan. Onları başka adam tapmadı, tapsıla dedim şunu çıkarttım başkanımdan. Hı. Aykil Araplarning şirketi işledik degandek şu. Aşında bana 2010 yılda 10. aydan 2016 yılgacha Goňjyda turdum 5 yıl. Hı. Evet. Araplarning şirketi işledik, Araplarning şirketi işlegan bilen bir egiz islom gaýet ýa-ki şu din gaýet ýap ýokda ýa-da. Arap dilini gitip goýmadylar. İngiliz Evet. sparanlyşymız. Evet. Xitaylarla Xitay sparanlyşymız aşyndan şu.
Ayla kılıp Yemenlik beşi de Lübnan Livanlıkma şirketi işledim. Taşkı suvarı şirketiga. O adamlar bizni aşkanda göç aldık adamdı. Aşkanda yendik ya. Şunun bilen şunda bir iş izleyaptım dedim deme onunla. Hı. Desem neymiş kılalar isteydim. Ben neyimi bulursan şu işi kılmam ben diyen iş kılıp ben ailem bekmiştim bir iş kısam bulurdu dedim. Ben Hı. İngilizce bilmem, Xitayca bilmem desem. Yani bu teklif bilen kelgen yerde pütüşenme işten çıkıp ketkendiken öýge qaytyp ketken onaga He, meşäde bir başga halal iş tapay dep izdin atymaz. Şunamy? he, Tamam ha. dedim. He. Desem şuna Arap ben bir şerikim yine akan buladı, yine buladı ama şunu da mesleğet çıpakaydılar. Neç bul maaş alısı deptim. Maaş bul ben deptim ağzımda çok. Ben sen Hı. buladı sen bu cep görep kaldı mı olacak. Şimdi onlar da oyluş bakayım, mesele çıpakaydı. Kine aşkan taşlap çıketkendiken ben Cuma günü Guangtası'da bir mescit var yani şu. He. Guangzhou'da. Hı. Şehirde namazı okup çıkar. Cuma namazını. Bana ayıgamla boğuşta itibaslam derhal da bir tane taksi topladı şu. He. Abdülaziz kel çık dedi. Mağazadan atakla çıktım taksiye. Çıksam aşağıdan. Sen bana işlep bergin dedi. Ben buludu. Demiş kat He. sedet. De işsizden ötürmedi sen. Bana işlep berginin davası. Dedi neç bul adı sen dedi. Ay nimi bersen alayım ben şunu dedim. Benim ailem halal rızık olsa boldu dedim. He. Şimdi ona maaşları değişmedi. Apadı aşkanısı var. Oradakine şu depoda işleyse şu skalatta. Bir şey mal kiloda. Mallarını alırsa hayır varmış. He. Ha, buyurutkan zakaslar varmışlar He. kiloda. Baştan bir şey getirirse bununki aşağı nimesine defteri tutsa mal. Ondaki ma yeşikin işini manda binersi var. Akıltı başlı manda nersi var da başladı. Benim tizim Hı. şöyle pekimiz. Hı. Hı. Şekilde de koyuyor. Aşılarını Aşkanның gittim. Aqsap ta'minat bölümünün kirim çıkımı mesele optuk-da. Tamam. O aşkhanedeki ayrı. O aşkhanedeki ve aşkhane şirketlerine devatım hazırça. He. O aşkhanede akşam saat 10'da gelip benden hesaplanıdı. Ben He. şu pulunu birime hesabını elip plan pulunu yan çıksa plan kitidi olacak. Ondaki Tamam, onu akşamlık gep müdür tügüldüm. Adı keying kirgen ýanyň gepi. he bu kinki geni yani gibi şu. O aşkhanede mi şu? Şu pulları geldi o. Kagan hem işitme üzen başvuru bende. Tamam, Evet. düşünşük oldu. Hı. Ama Manyak'a geldim şu depoda iş vardı. Uçak Guangzhou diyen acayip ısı yani şu. Hı. Aşağıda teller pişip işledim ben de şu. İskeletle. İskeletle işledim. Ondan keyin işxanaga çıktım. İşxanada kompüterlikte ofis işlerini kıldım. Ondan keyin aşağı taşkı soda elete nimeleri dokümentler var He. hüccet belgeleri var. Allah'ını Hoş. kıldım. Ayda Sekreterlik. kıldık mı? Taşkı soda işlerini Hı. aşağıda kıldık da. O adamla şirkette de daha yaxşı İngilizce yapılıştı. İngilizcem de yaxşı oldu. Yani işinki təyəlimi, əlimini öyrəndim. Şu adamla işide birisi Abdülaziz sen şirket kurup kalsan ben senin mal alıman dedi. Keyin degende ben dedim de eğer ben şirket kursam ben üzerimin pulu yok. Ben senden bir pul sorayım yardım. Güzel yardım kılalım sen vay kılıma dedi. Degende aşı Arap xeridarımız kim bana şu pulu etmedi de şirket kurulğanга. He. Aynı akıllı bir şirket kurduk. Onu başka şirkette işlem şirketliğin için onun da keki işe başında. Yanıdan da İslam'a ait nimeler bolmaydı. İşleyen Arapların şirketleri de ama. Hı. Teşviqatlan bolmaydı. Ondaki Tungallar, Guangzhou'daki Tungallar öz aramında heptide bir o mescitlerde söhbet kılgan işte varken de. Onun işte Xitay Müslüman bolganlığındayken Suriye'de okup gelgen degende şu Hı. demeşikte. He. Ular dost boldak. Başka Şive ya nime Manju Müslümanlığı varken Manju'dun Müslüman bolgan çünkü yine Hı. hidayet tapkan. Ular bilen görüşüp kılgan boldak. Täsir daimiz kengeydi. Kina Arap şirketler birbirine agin emas mı? Hı. Üzenge okşaydigan İngilizce biladigan şunda bir komşu adamlı bolsanız bir teppäseniz dedi. Ben o şirketlik adamlı teppädim, başka şirketli solgan boldu. Indi kılıp derslerdi şu oğru yalgan bilen to'lab şu köz ko'rinadigan bir Guangzhou asta rengi o'zgarib o'tdi. Hoş. Uyg'urlarning ziyolilari tashqi savdo shirkatlarda ishlaydigan o'zlari shirkat qurgan. Keyin bu Hı. o'zlarim shirkat qurdi. He. He. Ayda bir holat keldi. Hamda ondan keyin üzem
Aslında balı köpeği tuğandaki dostlarımız çok Hı. etrafta. Hı Anki ne hı. şu balı kendi gelgi degende. Ayda kalıp Guangzhou'da Uygurlu köpeğiydi biraz. Ben cümle sohbetlerine uğurlaştırdım ben. Cümle sohbetlerime Abdüyle Qari'ninki Özbekçe tebliğler var mı? Hı hı. 83 derslik bir tebliğ var. Ba. Aşuna biz her cümle günü anlap bir 50 neçinci ders kelgen çağda ben şuna Guangzhou'dan çetede çıkılan vaqt op kaldı. Her haftada ballar yığılıp bir saat ders anlaydık Özbekçe. Hı. Uygurca okşar, Hı. anlamadığı başka bir tilme kalmanglar. Mani bir tin şanlar. Şembe yığılma vası derhal soralım, derhal toplam. Ondaki ve tercüme kıpırma. Depçu ne deyime balla tınşaydan biz tınşayımız ayarım tamak itibarıyla anlayacak. Ayda kılıp. Şimdi ulan bir saat tınşayımız. Yani sunmakanda adısınız. Ondan keyin bir saat tınşap bolgandan keyin aşı bir saat derisin ağan tushunchalarimizni her bir adamga 5 minut vaqt bergizib, 5 minutning ishida siz bir saat darsdan Ne o'zingizdan oldu? anglab tushungan narsangizni bir yakunlab beringizga deb bolalarga so'z qilish fursati, o'zini ifodalash fursati. Ham uningki yakunlab chiqqan nimasi bilan olgan darsi bilan bizning yakunlab chiqqan nimalar o'xshamaydi-da, Selektif o'zbek hoş. nimasi bor. Ularni tinglash hem ularning so'z nimasi bilish nimasi bilan shu ma'no bilan ham u dars o'rganib qolamiz-da shu. Ayni qilib yana Çetele bir biz bor. kaçan çıkan bulduk şuna kadar. Chet elga shu 2015-yili 12-23 kuni chiqdim. O'chog'da Tailandga bordik, Bangkokka. Tailandda şeydi, haremning Çok bilishini bir şey bir çıkış ag'dardik. koydu. Bu Hmm. chet elga chiqish orzusi burundan bormidi ya haqiqatan bir taq chiqib egiz bir taq ana o'sha egiz ko'rinadi deb o taq chiqqandan keyin o taqdan keyin yana bir egiz taq ko'rinib endi uningga yamishib ashta chiqqan peti bo'ldimi? Ya aslida hatta mening ayolimning chet elga chiqqisi bor ekan-ku. Chet elda o'qig'isi bor ekan-ku. Men ayolimga to'y qilgan vaqtida dedim, agar sizningki nihoyatda cho'ng ulug' maqsadingiz chet elga chiqish bo'lsa, men anaqa boy emasman-chu. Mening Hı, unchalik qudrat men xo'tellik. Mening hı. chet elga chiqish nisbati nimam nihoyatda tuban. Shuni o'zingizni baxtsiz his qilib qolgan ish bo'lib qolsa boshla deb qo'yay. Agar ashuni baxt deb qarab olsang, men sizni baxt qilolmayman dedimchi. Desam, voy Hı. chatoq yo. Deblam uningga nima qilgan bo'ldi, shuning bilan ko'nglim xotirjamda, chiqolmasam xotirjamda. Ammo lekin Guangzhou ishlayotgan Yani bundaqda dastlabda unda plan yok ki yani o kadar onun işenci yok ki mandaq deydi. Unda tushmi yok ki, chet el tushi yok. aslida bor. He. Uning oldida men O arzu musulmon o. bo'lishdim. O arzu. Lekin Musulmon sizlar bo'lishdim biroq. sizlar dedingmi dastlabda sizni sizlar qilgan anaqa irodalik bir ishni boshlasa oxiriga chiqadigan yuqori saviyali odam bo'lgan degan yerlarda chet elga chiqish degan birinchi plan yo'q. Bor. Men oliy mehnat vaqtimda men He, qarsida o'ylaganda men yaponchani o'rganib Yaponiyaga chiqaman degan o'ylagan. U chog'da tamam. musulmon bo'lmagan vaqtimcha. Okey. Shuning bilan musulmon bo'lishni qanday ishlar oldi? Musulmon bo'lgandan keyin ishlarning rangi o'zgarishga boshladi-chu. Ba'zan 97-yillar islomga tanışıgan bo'lishleri mumkin. Hı, Vay 2000 yil vatanni olamiz 90-yili Shanganni müstakil. ololmaydi. He, Shu vaqtda biz mustaqil bo'lamiz deb u nima bilan yurgan shundami? he. Tamamıyla Bu ne? xil tayyorlik bilan havo Yo'q. bilan yurgan. Keyin u bo'lmadi. Undan keyin asosda vay 2000 yil vatanni olamiz andag'ay mandag'ay degan kasetlar He. tabliğ nimalar ham yayrab ketdi. Hı hı. Onda ikkinchi yili eng cho'ng jihatlar boshlanadigan o'xshaydi. Vatanni oldik ekanmiz ha. Deb degan shuning bilan o'g'irliqcha erkin saraldilarini tingshaymiz. Hı. Anda kasetlar bozorlarda yurgan degandek shu. Hı. Aynan bo'lgandan keyin shuning bilan aslida men 40 yoshimga kelguncha men o'qib, doktorlik unvonini elib, He. mencha undan keyin men to'y qilmoqchidim. He. Anladingmi? O'shanda xiyolim shutdi, g'oyam shundaqdi. Ankin atib tafsir anani tinchigandan keyin shuni to'xtab turam. Bu jihatni Hayat bilib chiqishgan. chiqqansan. He. Meniki bir urg'un bosma kelib qolsin bu dunyoda. He. deb shuni bilan inglizcha o'rganish deganida inglizcha corner deydigan bir yer borda. He. Inglizcha cornerda biz hozir men ayolim bilan
Şeýle İngilizce İslami münazirlarni Evet, qilishib projeli. yurib, aýda tanışıp galanda. O çağda o Şey. Beýjingde okuyýan. Beýjingde okuyup ketdi-de. Şunuň bilen onu köýgendikin hem-de pişkak sepeti turmaýdy, tömürde gyzyklyşak diýdi-go Rananyň tuýda. Kıraatende asla. Aýda kılıp şu 99-njy ýyly 11-nji ýylyň 8-nji güni toý kıldyk. Toý kılgandan keyin bulatgan işler goňjok eken. Balam tugular tugulmaýlam. Gitimen dep oýlapdykça işden çykypçy. Şunda Aýtys o kemsem 2006 yılı bütün aile boyu çıkıp gittik mi ya özümüz çıktık mı oldu? aýly uçda men o çagda açyk Xitaylaryň şirketlerine berip mal çykardyk. 15 gün sertde 15 gün öýdetdim de men goňjulykka. Fırsat kelip şunu Şimdi aldık orada- olup toplam bile çıkıp tamam. Munda O kıllı. jarayonda- Kalan jaryanlar biraz tepsi oldu. Endi biz hazır maşa bugünkü maşa asli tema qaytiş üçün sizni biraz tonudyk. Abdulaziz kanda adam diyen nisbeten. Endi burunqi bizning an'anaviy diniy tushunchimizda asosan hammadan o'xshash bir shu Qur'on va hadis manbalik din tushunchida Hanafiy mazhabida mazhablarning keng farqlarini pek tez tushundik bilmaydik. Ashta shaklda endi qandaq bir tushunchalarni ko'rdik mushu o'zimiz o'rgangan diniy aqida tushunchalar bilan davom qilib hayot Dini düşünce jarayonida mesela dedim hayatım Özbek imamlık bizim Özbek Ferdalı kilipte onu oğlu Abdullah Qarın. Abdullah Qarın'ınki. Abdullah Qarın'ın dersleri täsir kıldı mesela şu. Onunki dersleri ilgardı yaxşı temdi şu. Bizim Uygurca mandalyk mükemmel bir dersler yok. Hemen Aqaqda madrasdan keyin adasında aytgan tertiplenişim bek yaxşı mükemmeldi o. Bek obdatda. Başta ya bir İslam mesela annenin İslam bolgan takdirde men şu. O şu Vahabilarınki en nimisi de en bilimlik yani şu. Annenevi yani hadisni merkez kılgan nimeler. Salarga bağlanmagına. Tipik nimisi de. İlgarlarının birisi de şu. Lekin yaxşı düşündürdü. Bilim zor. Kolumuz elhamdülillah. O bir Özbekçeden kelgen bir täsir. Adyga İngilizce biz anonstigime İngilizce öğrendim. İngilizcemi yaxşılaştım toxtumay İngilizce aşu. Hatta Harun Yahya'nınki yaxşı belgeseller vardı, hüccet filmleri üçün. Ularca görüttüm toxtumayca. Allah'ın barlığı, kainatdaki nimeleri, delilleri, o bu diyendekçe. Mesela internette. Hem ne çıkıl tılı çıktı değil mi? Ne çıkıl tılda kaysını anlamak olsan şu tılda. Bekşipetlik demler üçün. Şu devirde. Şu devirde de. Şundan tınış ettim. Onun ne kadar MP3 degenler çıktı. MP3 degenler çıkandan keyin şu wagtda bunun bir yoktu o texnika. Ben internetten MP3'lerini düşürüp yenime serilip anlaydigan boldumça işe berip kilişleri yağmışım. Şimdi onlar aşağıda bir ders bana beklersin. Eğer senin o Numan Ali Hamid'deki şu eğer hayatında bir mesele çıkan olsa, bir kıyınçılıklar, çok bir nimek uçurgan bolsan, sen aldı bilen Kur'an bilen boğan aralığın kançılık mesafen şu. Şunun kara digen deresemdi şu. Deresin asaslık mecburi. Kur'an bilen sen üzerine bir tekşürüp bakıyorsun. Kur'an bilen kançılık. Kur'an'da sen daim ukamsa düşünüp anlap tınışap şu. Hoş. O ki ruhini kandak nimengi tesir kıldı maneviyetin gücü. Sen Kur'an'da kançılık uzaktan bir şu. Yani yakın mı? Şunu Kur'an ölçem kısan, Kur'an'a karısan ne bulurdu da. O arlıkta nurgun beş istisvak nesle öttü bişimizin için. Yani digendek Kur'an'a nispeten başkası bir karaş. Yani onunki İngilizce tercümelerini tanışaş. Yani İslami başta yazarlı şu İslami Amerika'nınki, İngilizce'ninki yakınmışsa digendek şu. İngilizce sözleydiğen ustazlarınki dersleri tanışacaktım. Mesela Şeyh Hamid Yasin Bağım, Yusuf İstisva Amerika'nın şu. Ondan başka Kanada'da yine Abdülhakim Quick dediği adam var. Ona Bilal Phillips dediği adam var diyendek şu. Ama işte dersinin hepsine tanışacaktım şu. Onların mı tesiri var değil mi şu? Bizimki izlenişinin. Yani ilgarları bular şu. Nurgay'dan tanışmağım düşünmüşüm. Ama lakin
İstanbulga biz chiqish uchun nurg'un musofalarni besib o'tdik. Masalan, Bangkokka chiqdik. Bangkokda 10 kun saqlagandan keyin yerda viza ololmagandan keyin Pokistonga uchishga majbur bo'ldik. Pokistonga Hı. borib, Pokistonda ochchaqda ko'rsatdi. Shu Saudiya elchixonasining oldida turib, viza ololmaganlar bormi, yo'qmi? Agar bor bo'lsa qo'lingni ko'taringlar dedi. Hech kim qo'lini ko'tarmadi. Hammadan viza olib kelishdi shu. Hı. Saudiyaning vizasini shu. Hı. Ne Hı. isimdi bu? Keyin haramga bordik. Haramda yerda haj qildik. Ayolim bor, 5 yoshlik o'g'lim bor, Adnan. O haj safarimi unda oson bo'lmadi. 5 yoshlik o'g'limni Mishirimga mindirib olmanda. O aniqi Toifda, nimada, tashlatilgan minadagi kunlarda u bola yo'qolib ketib, uni shunda tasdiqlab tushunmaydi ishimiz. Hı. Onun için iyadagi hajga kelgan insonlarningki shunda bir qanaqa herib, charchab, ashuna qilib ketganligini ko'rdim iyadi shu. Hı. Oson Hı. bir ibodat emaskan. Qiyrilganlik keldigan yer emaskan. Bu yosh vaqtingda mana shu keldigan yer ekanda Hı. sen yoshlarga da'vat qilishga boshladim shu. Yosh vaqtingni beringlar. Ota-onamizni yosh vaqtimizda apirib shularni shu ota-onamizni Hı. boldiroq Ya. haj qildirib Hı. oldi degan. Yerdan ana Suriyaga endi nimaga Turkiyaga biz bermagandik, Suriyaga ketishga majbur bo'ldik. Hı. Suriyaga ketdik ama shu Suriya elchixonasida Kerem Qari Kuchachum. Shu Hı. berishib berdi. Andan keyin Suriyaga keldik. Suriyada shu asl maqsad Turkiyaga o'tib ketish. O'sha yerda Turkiyaga biz bermaymiz. Turk elchixonasi uchun. Nimishqa? Hammaga viza bergil tursa, hammaga qochib chiqib olsa bergichim. Hı. Hamma o Turkiyaga berib olsa, vatanini qo'g'daydigan odam bo'lsa, vatanini turishini kerak deb. Ashuni bana ko'rsatdi. Hı. Yapacak onu. Ay Hı. kim bilir. Degandek, ani yerda asli men Dubayda böyle siz bilan sherik tijorat qilmoqchi edim. Hı. O'zimga ev o'rinlashtirdim. Dubayga berib, Dubayda 3 oy ishladim. Yenib kelib 1 yilni Suriyada arab tili, Qur'on o'qidim. Undan keyin qaytib Dubayga berib 3 oy ishlab kelib, andan keyin men Turkiyaning vizasi hal bo'lib qolgandan keyin shuna Turkiyaga keldim. Turkiyaga kelgandan o Suriyadagi o'qish hayotimizda mana yaxshi ma'lumot ketdi yani. Shu Abdullah Yılgullar Bahattiş yani şu Mirkamullah degandek shu. Hı. Ularni siz bilasiz zaten. Hı. Biz kelgandan keyin Turkiyaga kelgandan keyin har juma kuni suhbatlarimiz o'tdi. Men Suriya jamoati deb qo'ydi masalan. Hı. 2008-yilda İstanbulda bardak uchun. Ana suhbatlarimiz o'tdi. Aşağıdaki bolalar bir şey diyeyim qaytib davom qilayotgandik Hı. degandek. Turkiyaga kelgandan keyin o suhbatlarimizning boshqasi doim izlangandan keyin Mustafa Aslamoğlu, Mehmet Okuyan, Oba degan ustozlarniki darsini tingshaydigan bo'ldik, kitoblarni o'qiydigan bo'ldik degandek shu. Nechinchilar? Bu yerda boshqa bir hayot. O 2008 men İstanbulga keldim. 2008-yilda. Okey. 2008. 2008'nin ahırları oluşu mümkün o. Suriyadagi vaqtimda Nabulsi degan ustoz vardı. Uniki Asmail Husnay degan tafsiri vardı, yeshanba kuni qilibdi. Uni berib anglaydik birga. Balla bilan. Undan keyin Ratibul an-Nabulsi deb, Ratibul an-Nabulsi degani shu, an-Nabulsi. Yeni bir ustoz vardı. O adamı parlatıb öldürüb etibdi. Onun dersini tinchaytdi. Uni bek yaxshi so'zlaydi degandek shu. Ana hadis olimlarining darslari vardı. Uni tinchaytdik. Jami, Umma, iymon degan yerda shu. Degandek. Bizlar bugungi hayotlarimiz o'tdi. Chet elga majbur qilib chiqib ketdikmi yoki parvozni taxmin egzi qilish uchun chiqqanmidik? Chet elga chiqishdagi maqsadim birinchisiga shu o'g'lim Adnonni chet elda yaxshi oliy maktablar, yaxshi maktablarda islom muhitini cho'ng qilay. Hem üzerimiz chet eldagi islom muhitini ko'ray degan niyat bo'lyapti. Shu pasportlar bilan tayyorlab qo'ygandan keyin Fursat bo'lib qoldi. Ya fursatni o'zimizga yaratdik, xudoga shukr. Ondan keyin dadamning bir gapi bor-ku. Balam quduqdan chiqqan sirtqa dedi-ku. Faqat quduqning ishida turib, butkul dunyo olam mushikan deb o'ylab qoladi. Quduqning og'zini ko'rsatib shuna qiladi. Sen tashqi olamga
tushunishing kerak. Hmm. Agar texmi kengri bir dunyoni ko'ray desang, quduqdan chiqishing kerak dedi-chi. Hmm. Ben shu quduqdan chiqdim endi. Tushunishga Ben bo'ldi. mesela Suriye'den Ürümçi'ye geldim. O bir çıkışımız olsa Ürümçi'nin Guangzhou, onundan keyin Çatal. Değil mi ya? Tamam. Hayat ne için? 96-yildan tortib 2008-yilga kelgacha biz Hmm. tushungan, biz o'zimiz tug'ilib cho'ng'igan mamlakatdagi tushunchadagi an'anaviy islom deyilayotgan sunniylar islomninki tushunchasi bilan kelgan bo'ldik, shundaymi? Namoz, ro'za, Ha, ibodat, ha, o'zimizning ha. normal odatdagi. Tamam. Başka dallar mesela Qandaq bir kim? tushuncha, qandaq bir tushuncha Hmm. Hmm. qanday ulab deydi, Qur'on manbalik din tushunchasiga qanday uchqashdiq, qanday ulab bu yo'lga qadam bosdik? Qanday olab degan chog'da, chunki meningki ashu men musulmon bo'lib iymon etib 96-yil 3-dan 3dan keyin bir yil jarayonida men 2-3 qatim Qur'oni Karimni boshdan oyoq o'qidim tarjimasini shu. He, Hem he, seleshtirib o'qidim. Aşağıdaki menimde kalgan bir İslam tushunchasi var-da, hech bo'lmasa boshqalar keyin kirgan bo'lsa-ma, hamda ashu urug' ashu nima meni tutib turgan. Masalan, o'zini o'ldirib olish yoki bomba qilib portlatish kelgan joy mening kallamda boshqalar fatvo berdi-ku masalan. Fatvo berib, masalan, rahmatli o'ylab ketdi-ku Yusuf al-Qarzaviy he. Falastinliklarga fatvoni beribdi. Hmm, Düşmanni vayron qilish uchun o'zingni portlatib o'ldirsang bo'ladi. hmm, Ama keyin tövbe qilinglar o'lmashi uchun yandırılırlar o fatvosini. Ama mening kallamda o'tmaydi. O qattiq cho'ng olim bo'lib ketdim-a. hmm, Ama Qur'oni Karimda o'zingni o'ldirmang degan oyat bor. Bildingmi? bor. Bu oyat bor. Bu oyat bor deb men ularni qabul qilmaydim shu masalan uchun. Andaylik mutashaddid, andaylik nima tushunchalari mayli ishning bo'lsin, mayli Al-Qoidaning bo'lsin, oshchaqlar degan Orduço'da Dönkörük'te şu niminki Osama Bin Laden'ın tebliğ deyleri, video CD'leri şu Harun'un ışını setilip tucuma. Hmm, Aşı Akmaç'tan aldı da aşı Dönkörük'te aşı nimelerini aldı da setil hak aşını satılık alıvattı bak suçum. hmm, hmm. Bu He, maksat Ürümçi başka ve değil mi Kemke ben? Cuma dep qilib Qashqardan chiqib ko'yga vaqtlarimizda işte dep qolgan. Şu. Ben Guangzhou kelganda başında bazı ballaşında bir narsani ko'rib o'tirdi ben. Onun nima qilmoqni nasihat qilib o'rgatmoqchi degandek shu. O benim bo'ldi mana shu 2-3 qatim o'qiyotgan boshdan oyoqjima o'qiyotib tushunib o'qiyotishninki foydasi bo'ldi. Shu Muhammad Salih Damallamniki tarjima qilgan Qur'oni bo'ldi shu. Onun mazhab tushunchalari bor. Shundoq taqdirdimi yenichi? Ya'ni shu men selishtirib o'qiganligim uchun bo'lsa-ma balkim chunki Uyg'ur tarjima tirnoq bor. Nurg'u yerdi-chi. Bak Xitoy tercüme qarab baksanlar hiç qanday tırnak yok şu. Bazı İngiliz tercüme qarab baksanlar tırnak yok. Biz hep nimada düşünürüz ya. Tırnakның işidikisi muhim. Demekçi oğlunu Allah'ın aşı deyimiz şu. Esli andak emas. Nimeninki Enes Alım Ustazdığıma tercümesinde de hiç qanday tırnak yok şu. Tırnaksız. Acayip yaxşı tercümesi şu. Degan o'xshashamdi şu. Aşı tushuncha bor. Qur'oniy bir tushuncha shu yoqdan bor kallandish. Ammo lekin Qur'on markazidagi bu hadislarni Qur'onga solamiz degan gaplar atama Uyg'ur akademiyasi qurilib, qurg'uchilarning ichiga birisiman. Shuning bilan yangi bizning oliy maktab o'quvchilariga diniy dars qilib berildi debchi. Mollamlarni o'qiganlarni chaqirdi deb, shuni bizning bir ustozni chaqirdik ishgan demaydi yani shu. Shuning bilan bir hadis to'g'riliq gapirib, hadisni davrananglar, hadisning zaiflari bor degandek men shu takror nima deylar? Ma gaplarga diqqat qilsajima sallallohu alayhi vasallam demisini bo'lmaydi taqdima deb chashni deb turmag'atdim men shu vaqtda. O chaqdagi tushuncha shu hamdi-chi. Kallamdiki-chi. O yana payg'ambar hargizmi Qur'on qarshi yaqinmaydi. Payg'ambarlar degan gaplarimichi shu Qur'on bilan chiqolmaydi. O zidlik degan sening kallangdagi zidlik deb turoldi-ku. Shundaymi? Dal ashunday tushuncha menchu an'anaviy islom tushunchasi.
Uni xalqimiz asosan tushunadi-chu, biladi. Ya'ni burunqi tushunchadagi his tuyg'ularni sizga burilish hosil qiladigan yoki qoyil qiladigan mazmun bekrak mo'yim o'ylanadigan O savollar misoli. Hmm. o qaysi o'ylam desanglar, endi biz darsdagi barliq tinchlik kitoblarini o'qidik shundaymi ya? Mo'yim O'qigandan bo'lgan keyin hozir bir tochka o'qidik. Ya'ni shu hmm, 3 xil tildagi tarjimasini selishtirish orqali Qur'onning asl tarjimasini bir qancha qatam tushunib o'qish va islomning yangidan musulmon bo'ldim degan dastlabki oq qog'ozga shuni bir hmm. qamilgan bir yeri bor ashada. Ya'ni urug' sapsilingan. Ha. Bu muhim. Demak, Qur'oncha tushunish uchun nozil qilingan. Qur'on bizning hayot kitobimiz-ku. Ha. Har qanday bir musulmon o'zi men musulmon deydigan, men ilqi malaqi ananiy musulmon emas. Ilqi deymiz, irsiyat shaklli musulmon emas. Mening dadam, anam musulmon bo'lgan musulmon Irsiyat emas, mirosxo'r. Ha. men shu vatanda musulmon diyorida tug'ilib qolganlik uchun musulmon emasman-ku. Men o'zim izlanib, Ha. men o'zim aqlim bilan qabul qilib, undan to'xtamay izlanish jarayonida o'zimni takomillashtirish, Qur'oni Karimni yaxshi tushunish, yaxshi amal qilish uchun Asli musulmonlik izlanish. shunday bo'ldi ekan. Biz uni bilmabdi ekanmiz. Ama lekin %90 necha % odam shunday musulmonchi, irsiy. Turkiyada shundaychi. Ammo o'zini izlanish, haqiqiy hidoyat, haqiqiy to'g'rining qaysi, nima xato, men qanday qilsam yaxshi, texma abdan odam bo'laman deganni izlanish uchun chuqur Qur'on o'qish kerak. Ömrüde bir qatam Qur'on o'qib boqmay, ammo o'zini musulmon degan odam bo'lsa, diqqat qilsa bo'ladi. Sizlar, men sizlardan so'rab boqay. Sizlar o'qiganmi boshdan oyoq? Men sizlar tanishgan vaqtda sizlar shu deb degan gallarini qirib, shuning bilan Muhammad Sadiq damonlarniki shu Uyg'urcha ovozlashtirib tikanlarni-chu. Shu vaqt tanishganmi biz sizlar bilan? Keyin tuyuqsizlab yo'qotib ketdinglar. Qarasak hozir gollar deb turibsizlarmi-shu. Shu rasmiyat xafaligi bilan kelib qolganda belki. Neyse, onun nima qilamiz? Ya'ni dastlabda o'sha islomni tushunib musulmon bo'lish bosqichida Qur'onni chunqur tushunib o'qishdan iborat. Shu narsa sizga bekrak ta'sir qildi. Keyingi jarayonlar shuning ustida shaxladi. Shunday. Unda qanday qilib bu xato ekan, bu to'g'ri ekan degizdi. Ondan keyin Mustafa Arslan bog'ladiki her 15 günde bir tefsir dersi buldu ki o biz kiliştin bir davamlışıp ketdik ya o 92-yili başlap çıkan bu adamcı. Şimdi olan ben en ahırkı 200 saatlik tefsir dersiniki aslında 500 saat kıptık ya lekin ma 200 saatlik kaset vardı bununki. En ahırkı Hitamu Mistik degan bir faoliyatiga to'g'ri kelib qoldik-ku. Onu şu bir yerde qildi, nihoyatda jiq adam keldi, necha ming olma adam keldim, jiq adam keldi. U zalda to'lab ketib, u nima uchun? Sirtini uyritib turib, ko'ydan buni nima uchun? Shu vaqtda Mustafa Saboniki tafsirininki nimasini setib oldim men. Onu o'qidim, undagi tafsirin MP3'lerini tanishdim. Ishqi berib kelish jarayonida men o chaqda u ham Zeytinburnuda mana buyuk shak biziga. Mening berib kelish jarayonida men yo'lda tinchab tafsirlarni uchun aynan bu yerdagi fikrlar men uchun ta'sir qildi. Eng muhimi shu 2 soat tafsir darsini boshlashda birinchi darsida deydiki usulsizlik degan bir gap bor. Yani chuqur bir ishniki bir metodologiyasi, bir usuli bo'lish kerak. Agar shu usulni o'tirib qo'yib, shu usul bo'yicha mangmasak biz to'g'ri yo'lga borolmaymiz degan gap bor. Bu odamning shu gapi menga bak yarab qoldi-chu. Undan keyin men demak shu odamning kitoblarini o'qisam, bu darslarini tinglashsam, men bir usulga ega bo'ldi ekanman. Men shu boshqalarninki Qur'onni tushunish usuliga ega bo'la oladi ekanman deb shundan boshladim.
O sizler şu O çağda tasvirler başka Uygur mu var mı tabi o bir Türk'üm Uygur var mı ya yalnız mı? ben yalnız var ettim. Kin asasta akademinin işleri bilen ondaki mahalıkı e, şu vaqtda 2012 yılı ikinci o ne kadar yıl ötkendan keyin dadam keldi, dadam tugap ketdi. Ondan keyin O ecba o şu jarayan çağda ki şu adamın kışığı berip keliş jaryanlarda onu tam anlavatkan jaryanlarda bu adam azgın, hata diyen okşaş korkak saldıgan mezmunlardan yoki unda bir fikirlerle uçkaşmagan mı? ya o çağlarda şu mening etrafımdaki hatta hazır bu iş karşı adamlar bilen bir gelip anlagan tanışıgan mesela çoğunu şu. He, Aşılar biz de apa diye güçü. he, he. Hazır hem de lekin o yakmayan da emas men o tanışmayma adam lekin de turaladı şu. Ben mi birkaçını Hatta tanıyayım ben mesela Mustafa Aslamoğlu'na ben tanımaydım hiç. Hatta hayatımda ben cık nesrini hiç anlatıp bakmagan adam bu. Mişerkese he. gibini mişer kelip aldım ben. Türkiye bir 20 yıl turip tanımap dikenme. Mişer kelip ajda bir gipini aldık. Sorsak depelikte bir şey yoşurup ötep gitti. Bizim düşen dikkat kılmaktık. Yıllar ötep gitti. Dette ma Ha fikirlerden evet. düşüncəsilik kılgan bolsak mı? Tahi ben o adamın yaşını cık izlenip bakmadım. Tahi birinci kıtım gitar yaşı yollap baktım. Ortaklaşıp baktım. Hep yan Tamam mı? yollarlar. Bunu başlayan ketip kalmasın. Çünkü oldu. Yani Tamam. onu Bana öyle yalnız bardı. Sizle özenle anlat jarayanda bu hata ki ya ma gap qanday bu şundan demdi dep oylandırdıgan qo'rqitadigan bu ajdodlarimizdan shu qadar insonlar bilmay sen bilan tanga degizgan ahvol bo'lmadimi? Ya çünkü ben onunki nimelerini baştan ayağa tınşap çıktırmaz mı tabloların şu? Hı. Hatta aşı tercüme kısmı başladık biz şu. Tercüme kılıp çünkü agaptır yarıdı. Onundan kin bir usul bada Kur'an'ı merkez kılıp onundan kin aşının uçağıldı mı Mustafa İslamoğlu teknoloji resmiyalıkı köklerini kirip iniqlab Kur'an uçuşa alımız taşlayımız diyen andan sert mana şekilde çıkmagan Hı. vaqtida biz şu. Keyin asta-asta besimlar bek ko'payib ketdi bu odam nisbatancha. Hı. Haq toshni jim tusim uchun tashlaydigan bo'lib ketdi hepsi. Hı. To'xtab turadi deb qaytadan bir u odamchi yalang'ochlam chiqdi hozirchi. Hı. Yalang'och suvdan qopmabdi degandekchi. Aha. Aytib o'taman deganlar bo'ldi u odamnichi. Hı. O'ltirib o'taman xotni talaq, undig'ay mundig'ay deganlar bo'ldi. Hatto ishniki jurnallarida shu ishni chiqargan jurnallar bor shu. Hı. Shuningda 5-6 olim borchi. Mustafa Samoğlu, Abdülaziz Bayındır, Caner Taşlıman, yani birkaç adam borchi. Aşıdan tizip qo'yib, mana o'qiyotgan chog'da ba'zi shakllik nima bormi? Ashuni nima qilib, mushularni nishon qilamiz deb jurnal chiqargan bo'lishi. O derecede. Ya shunda bo'lsin bu ustozlar endi yine o'ziniki so'zlaydigan so'zlar, o'zining metoda, usuli bo'yicha mangdi. Hatto Mehmet Okuyan bilan Mustafa Islamoğlu'ma tanışmayotgan bularchi. Kim bularmış bu şu yolda Kur'an merkezlik nima jarayonida boshqalarning vasitasidan tanishib, hozir qudubachi bo'ldi masalan. Ha, nima qudu bo'lib qoldi Tushundim. degandek. Tamam abi. Yani başka Uygur yokken sizin o çağda Mustafa Aslamoğlu azgın falan pokon dep qo'rqoq saldıgan. Ve hatta Ya, özümüz bir akıl egisi, fikir egisi onun gaplarını anlaş jarayonida uningdan sizlarni qo'rqitadigan bir narsa shakllanmadimi? Yani hem bir ya, narsa sizlarga qabul qilinadigan darajada anlanib tushunishildimi, shunday anglandimi, tuyuldimi? ya ma'lumlarga usulni o'tda qo'ygan ekan, buni shu mandat usuli bor ekan bu deb shu bo'yicha asosda o Ha. so'zlaydi emasmi? Masalan, bu hammasiga qarshi emas u hadisni ularchi. Ha. Payg'ambar alayhisalom hayoti bir narsani so'zlagan. Ammo shu Qur'onga zid gapni qilmaydi deb uning usuli bo'yicha shu Payg'ambar alayhisalom ma'vo gapni qilishi mumkin emas. Chunki bu Qur'onga zid debchi. Yozgan kitoblar bor nurg'uncha. Kitoblarni o'qidik, usullarini nima qildik degandekchi. Hı. Unda o'g'ashqa endi biz uning ustiga mana gapchi. Hakkaskicha bizni meni masalancha Mustafa Islamoğlu shu undig'ay deb ketdi shu. Shunga men bu yerda nurg'unlagan olimlar bor Turkiyaningchi.
Hı. Çünkü Türkiye fikir erkinligiga hürmet kıladigan musulmon Shunday ekan, davlatlarining ichidagi eng ilg'or uchun. Hatto Hı. Yevropa boshqa yerda ilg'or bo'lishi mumkin bular Bu uchun. yerdimmi Bu aşağı jihatdan. Hı. E, Çünkü shu bu necha xil fikrdagi kommunisti bilan musulmonlar hammasi o'tirib, mijoz kelib bir programda taqdim qilib, so'rgan Hı. savollarga javob berib, urushib qolmay bir-birini etib etmay chiqishlar Birinchi bo'lishi. seviyelikka o'xar. O jihatdan endi Hı. Turkiyani yaxshi ko'raman, Turkiyaning olimlarini yaxshi ko'raman, Hı. men nima bo'lsin. Sizning so'rgan savolinglar o'sha odamninki shundoq bir sizga tushuntirgan bunday bir narsa yo'qmi demoqchiman. He. Ya demakchi Yo'q. sizlar bardinglar, sizlar appaga adam qo'rqib chiqib turgan misolan tashlab turgan. Ha, shundoq. Sizlar nima uchun Ha. tashlab etmadinglar degan masalaga hozir bergan birinchi savol bergan javob shu bo'ldiki, bu bir ayrim uslub deb tushunildi. Shunga qaragan chog'da da burunda tartibda shakllangan Uyg'urcha, Xitoycha, hatto keyin inglizcha, yaponcha tarjimadagi farqlarni his qilgan ekan, bir narsaning farqli tushuntirilishi bor ekan. Uslubu varken Ha. deganda shu chog'dan tortib ilg'ag'on bo'lishi kerak. Shunga Shundoq, qarab, shundoq. bu bir olimkan, bu nima deydigan bu Hmm. Qur'ondagi bu oyatni qanday tushunadigan shakldagi bir qiziqishning natijasida deb mana boshqa bir ta'm bilan mangan bo'lishi kerakda. Shuni bilmay qolgan gap ani. Shu. Ya'ni Men dedim-ku, insonga yotgan bilan ichak solgan gap aşağıda. mana gap shu. Anaqa eng yaxshi o'qituvchi Hı. insonlarga, kishilarga, o'quvchilarga o'z oldiga mustaqil tafakkur qilishini uyutadigan, aqlni ishlatishini usulini uyutib qo'ygan ustoz. Ya'ni biz beliq bir plan emas, Hı. beliq tutishni o'rgatsak, eng muhimi shu. Demak, bu ustozlar shunga o'xshashcha. Chunki usulsizlik boshladimi, o'zining bir usuli bor, shundami ya? Mening Doğru. boshqa usulim ma'lumman deb, uni sizib bilan qilyapsiz uchun. Shu uchun men bu jarayonida nurg'unlagan ishlar boshiga keladi. Shunday tursa men uchun shu usulni davom qilyapti-da. Unda bo'lgandan biz albatta ta'sirlanamizda. Hı. Ham shu usulni o'rgansak, demak, bizmi shu nega verishimizni bilar ekanmiz. Bizmi o'rganayotganimiz usulni debchi. Hı. Hı. Hech bo'lmasa bir nimamiz bo'ladigan, asosimiz bo'ladigan bir narsaga debchi. Prinsipimiz bo'ladigan-da. Hı. Hı. Shu ishni Yani shuni Mişe'de biz ağzına kadar ben taxalıqı izinib bakmadım o adam doğrusu da. O adamın gep sözleri doğrusu da. Bazen bir gepler vardı mesela adamın dadısı var falan bu konuda o'xshashliqqa üzüp kesip olgan narsalarni anglab o'zi deb ben tashlab chiqib ketdik da. Ben burunaliqi Hmm, ozg'unlar jumlasidan qarab hmm, bu fikr yaqin kelmagan. hmm, Mening demoqchi o'g'lim hmm. bu adamdagi uslub sizlar beshida manga yot kelmadi degan narsa shu uslubning o'zini ishga qilib bir bosqichli bir shaklda tushuntirilib qanday uslubga u? Qanday uslub? Qanday uslub? Shu Qur'on yana oyat oyat degani shunga mana Qur'onning ichidagi 6332 oyatmi? Oyat bor, shundami? Shu ba'zilarning surasi 6666 oyat deydi-ku, unda emas. Hı, Qur'ondagi oyatlar hı, o'zining soni bor shu. hı, Hatto ba'zilar dedi, ko'klam to'g'ri deb to'rba aytyapti, shu vaqtda shu vatandagilar bek to'g'ri hı, kiribdi. hı, Sen munozara yozishdik. O'sha fikrlarda istabdi shu chiqqan vaqtida biz o'zimiz o'rgangan narsani boshqalarga yetkazildi deb shayga bir narsa yozdik. hı, Shu chog'da birisi hozir u doktor uchun bolalar mandat bizgacha. Yani hadis qancha ko'p, yani hadis bilgan odam, hadisni qancha ko'p hadisni bilgan odam haqiqiy olim bo'ladi. Qur'onni bilgan odam olim bo'lmaydi deyish Qur'on. Nimishqa deb so'rasak, chunki oyat cheklik, hadis cheksiz deyish. Hadis be ko'p, Allohning ko'p bir narsa bilganligi olim bo'lgan. Shuna ajoyib kulkili bir gapda. Shuning bilan ama lekin bu Qur'ondagi oyatlar o'zining soni bor. Hamma narsa nimada cheki bor buning uchun. hı, Hamma narsa hı, o'zining miqdori bilan o'lchamda yaratilib qolgan. Qur'oni Karimning mana bunaqa
Sanıma alınmış. Ayetlerin numaralarını tutup bilirsiniz şeyge baralaysiz. Oturulup tefekkür kılayız. Ayet, Kur'an'daki ayet, insan ayeti, tabiat ayeti degan tekşi. Endi bu ayet, men dastlabda Kur'an vahiymi, hadis vahiymi depçi tartışlar var, değil mi? Hadis vahiymi depçi. Kur'an'a o'xshashmadi. Bu jihatlardan hadis o kim yazılgan? Şuda men mala şu vaqtda yazılgan deb turadi. 250 yildagi yazılgan o'sha. Ya karşı Hatta bir bayatında sual bir belirtip analiken başlayan olsak oldu. Aş destek misol, bilen bu adam uslup dedi. O uslupның özünü nindep düşündürmüz. Mesela biz ma iş atlangan çağda Kur'an menbeli din degenlerden aşı uslupның cevheri bu şu. şu. Ben demek olduğum şu. Şu bularning bu ustozning uslubi da hadis vahiy emas. Kur'an vahiy. Hı. Anladın? He. Kur'an şu Allah'ın kitabı, Kur'an şu birden bir vahiy, ondan başka vahiy yok. Yani hadisini biz vahiy demeyimiz. Vahiy de devatkallı var ama özellikle anılgansız etmişler. Var. Bu nenevi düşüncede biz hadisni muçu vahiy dep düşündük kendimiz. He. Hatta kaç dedim ki bir sırasında bunun zayıflarım bağladığım diyen mesela hadisge tekkizme de ben 5'ini şu tas kalkandım odamda kulağı gitti. Hep o vakit düşünce şu. He. Asta lekin bu uslub Kur'an merkezlik. Kur'an yani vahiy. Kur'an kalgan narsalar bu vahiy emas. Onun için şu hadis kitaplık yazan bir narsa işlemeyi onu bu şey Kur'an'daki elgikini ötküzümüz. Dep özleri şu uslubla oturup uyarlar. O zorluk mahsus kitap yazarlar. Derslerini nima kılarlar. Derslerini bilebilir yani şu. Yeni çaklıgan çağda Kur'an'dan başka vahiy yok. Kur'an vahiy, Deslep Kur'an muş elgi. fikirler aşı Mustafa İslamoğlu'nun deslep muş fikirler uçkaşkan çağda bu fikir sizlerge yat tuyulmagan mı? Elbette yat duyulur da biz burun hadisini vahiy deydik ko mesela He. şu. He. Hadisini vahiy demegenden keyin ne olsun? Nimiş vahiy demeydi degenden bu şu. Onu şu Kur'an'a Düşündürüşte asas kalırdı ötte. yani bir usul ügendik kan şu önümüz yanlış şu. Hı. Düşündürüştürdüm mı kıldık. Yani bu o adamla üze hayat da ügünlük yani şu değil mi ya? O Hoş. adam mesela burun 30 yıl burun Mustafa İslamoğlu'dan Hazreti Mustafa İslamoğlu okumaydı şu. Mesela burun bazı narsalarda düşüngen bolsa hazır başka düşünürler şu. Hı. Ama lakin Kur'an bo'lgan Kur'an'ni merkez kılıp yani şu izinish jarayonida agar yangi bir nima chiqqan bo'lsa, burunqi tushunchda xato ekanligini bilgan bo'lsa, tuzatma odam. İnson. Mana shunday gap. Ham u ustoz eng muhim gap men yerda deb qo'yay. Hı. O'zini Qur'onchi deb chiqmaganlik o'rtog'ichu, musulmon, islom, ya'ni dinda ishlangan, Qur'ondagi shu musulmon deb ism berilgan hamda bu Allah özücü. Hı. Ben ya Hanefi mezhebi ya Şia mezhebi ya o bu mezhep mezhepçilik kılmayma İslam mezhepçilik yok. Mezhepçilik yok çünkü mezhep bağlı kimçilik. Ama lakin mezhepçilik kılıp birbirimizle nima qilsak bo'lmaydi, düşman ko'rsak bo'lmaydi. Biz şu Kur'an'ı kelsek, Kur'an arkalık birleşsek, Kur'an'ı ortaklıkla kelsek, Allah'ın kitabını kelsek de şunu takdim adamlar. Hı. Ustozlar. Nimişkanlı Mustafa İslamoğlu gibi bilecek bitse degan chog'da chunki men hammasini o'rganib hamma ustozdan o'rganib hammasini bir tarjima qilib bo'lolmayman-da. Hı. Men mushtarabga maxsuslashib, shundan bir olimlar borkan bu Turkiyada shu deb, o'sha odamning kitoblarini tarjima qilib, shuni tarqatsam, bilamya, shuni Hı. talabasi bo'ladi masalan shu. Undan keyin boshqalar yana boshqa ustozlarni. Mesela bayatım bir sordu benimle. Hı. Bu nimeninki Yaşar Nuri Öztürk'ün Uygurca tercüme edilen kitabı var mı dedi. Ben yok dedim. Ama Mustafa Aslamoğlu'nu sorsanız ben de bana onun eşit tercüme kıldık dedim. Hı. Aynı okşaş işte. Yani mesela Caner Tesla'nın tercüme kılsın. Beş tercüme kıldık onu tercüme mesela geç kadın tercüme etkisi ortaya çıkarılır kitap bulmaktı. Hı. Tercümesi sap Abi Uygurca. onun yanı kiçikkina vaqt chiqirmiz mana bu nimish qilganlar to'g'risida, bu ish to'g'risida deb. Tamam. Ya'ni qolgan jarayon bek muhim emas.
Çünkü ilgili Kur'an menbelik din düşüncesi de Uygurca menbelik bir teşvikat yoktu. Biz hazır bu Kur'an'da nazar programımız başlagan yağı bağ oldu. Yani kalgan jarayan kızıksa yani qarindoshlarimiz şu arkalık Uygur başka til bilmeyen arkadaşlar tavsiye qilamiz da. Benim demoqchi o'g'lim Asli bor. ha? Asli borken. Asli borken, lekin buni bizning Uyg'ur xalqimiz yoki Uyg'urlar busrab ting'idak bir nima bermaylik uchun. Ya muhit Musulmonlar vermeklik. Onunla bir fırsat vermeklik. musulmonlar.com deb tor beti, 20-30 yillik tor beti bu shu. Bak uzun tarixga ega. Musulmonlar tor beti shu. Müslümanlar doğru ya. 2000 yil desak masalan, belki undan buni eshtilgan bo'lishi mumkin. 20 necha yil bo'ldi degan gapda, ya nurg'un savollarga javob berilib, nurg'un tushunchalar o'tirib qo'yib qildik lekin. Ana olim ustoz Sulaymonov vaqtida ishlar ekan, uni tezkariga chiqishadi ishlar. O'sha odamga nima demaydi-da bu haqcha. Bir tilgidek, mana bir sözlügidek, o'zining bilganlarini yetkazgidek muhit bermaylik. Beş köse vaysiledek ondan ulug' alim yoksa Uyg'urlarning ichidagi katta alim Qur'onni tarjima qilingan kitap yozildiydi. Yalnız bir yerde. Ama mana boshqa haqning oldida yana kelib resim ushib qolsam bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa yana kim o'tirib qolsa, nima Qur'onchidan deganda o'sha nima qiladi haq shu. Bu darajada uchun. Tamam, tushunchik oldu. Qolgan jarayonmi insonning o'ziniki himmati tanlashi irodasiga bog'liq mazmun. Shunday qilib Mustafa Islomning o'g'lininki Qur'on manbalik din degan bir uslubning yo'li bilan hozirga qadar davom qilib, yo'lni shuning bilan tegishtirgan bo'ldikmi? An'anaviy islomdan kelgan yo'ldan. Shunday bo'ldi. Undan boshqa meni ustozlar jo'q qo'yamdi. He. Mesela Mehmet Okuyan var, Bayraktar Bayraklı var, ondan keyin Caner Taslaman var, Emre Dorman var, ondan keyin Abdülaziz Bayındır var. Hatta ben onun vakfıda işledim. 2017 yıl Biraz Uygur vaktimiz Akademisi kısıtlanıp kaldı. Kalan nemini kısaltırdı yani takımı bekerek. Tamam, şu kaçandan başlap sizler mesela o destek uyağı biraz mahfi şekilde mağlan bulduk. Çünkü pek aşkarılamayan şekilde. Kaçandan başlap aşkar ben bu yolun doğru da kaldım, bu yoldan mağdım da cakalıdık. Cakalıgan kim başladım külüne geldi. O cakalaş baktım da 2010'dan tartip cakaldım değil mi? Köklem doğru baktı uçakta. Betendiklerimi kilittim, yerdiklerimi yazıttım. Biz biraz yazsak Mustafa İslam doğruluk üniversitesini yazsam. Aynı man karşı çıkanlar vardı. Şu çağda aşağı digen bal hazırım ba. Vay bola Kur'ançılar bulanı derhal ucukturuş nima qilish kerak deb bizden talışıp nima qilib qilganlyapti. Keyin hatta yilqi bir televizor tor beti vatdi-ku. Zikrullah degan bola ochgancha. Nima edi u? Shu vaqtda vatandimga kirib yuribdi uni shu. Sizlar qanday aytishdan burun shunday bir tor beti vatdi ayrimchi. Zikrullah'nınki. Esilmiş ketdi. Evlat durma. Ya evlat emas, evlatdan burun. Bir tor beti vatdi islomiycha. Yulg'un mu? Yulg'un emas, yulg'un emas. Turkiyadagi balla qilgancha. Zikrullohda bir bola ochgan to'nichu. Urumchi qizida birisi tomosha bilan chiqaribdi. Hatto ular hadis mudofiyasidan ayrim sahifa chiqaribchi. Bizga qarshi yozmalarni yozibdi. Deganga o'xshash. Uçağda vatandan torbetlere bek nim bo'lganligi uchun hal kangriydi yani. Jiqma fikrlar. Kangriydi. 2010 universal torbetlardimi oshkor izlayverdi-ku bu. Hatto men yuqug'ima nurg'unlagan ashunday nimalar chiqarib o'tganimcha men to'xtamay WeChatning temiq uchun bir narsa yo'llatdim. Vatandikini kiritdi uni shu. Shunday. 2010'dan misalsa ochiqcha. Ondan keyin hatta shu Istiqlol TV'da rahmatli Kerem ustoz Kerem Abdukim Mahsud Hajim bilan Abdullah program qilgan bo'ldi shu. Ben bir tane Kur'an ve sünnet, kayıt sünnet, hangi sünnet degan bir kitap bor ekan, shundoqchi desam, o ayrim bir program qilib, shunda Abdulaziz Bekto'g'roq o'xshash Qur'oniyun, Qur'onchilar shu. Menda bir kitap bor ekan, shu kitobni tarjima qilamiz deyapti.
Bunun qanday qaraylar desa, shuni men Abdulkim Mahsum şey dediki, bizdeki birinci vazifemiz vatanni qutqizish. Hı. Hatta dedi ki, bu 1400 yıl burun bu Kur'an ve sünnet, qaysi sünnet, undan keyin Nebi ve Resul degan bu gaplar degan hammasi qilib bo'lgan, endi qilib bo'lgan bularchi. Bulig'i bir iliq vaqt qilib yurishning hojati yo'q, aniq bu narsalarchi. Buni zikrlarga o'xshash shunday bolalar nima qilib uni qarshi ishlarni qilyotidi, yaxshi qilyotidi, shunday qilsa bo'ladi ishni uchun buni undaqliq so'rashning muxotab qilishning o'rni yo'q degan o'xshash hamma gapni qilib programmada javob berdi. Ammo alhamdulillah o kitobni tarjima qildik. Tercüme qilib hozir haq ko'ryotidi uni. Qur'on va sunnat, qaysi sunnat. Zaki Bayraktar Onu degan. ele sorayım. Onundan keyin başka tehdit, töhmet, mesela bu xil bo'ron chapqin, bugungi bo'ron chapqinlar sizlarga nisbatan yangi bo'lmasligi mumkin. O zaman Voy, mesela biz pek diqqat qilmabdik. Shu o'zi u hozirgidek media yo'q, uning ustiga butun bu safarbarlik yo'q. Bildi, bilmaganlar yepib qazana altida qoldi. Shundoq ekan, shu sizlar masalan Qur'on manbalik din tushunchasiga minish, hadisni din emas deb qarash, bu fikrlar oshkor o'ttirib qo'yilgandan keyin boshlag'i nima kun keldi masalan, nima ishlar boshdan kechdi. ben Shu bo'lsa, mush kitobni uzatib o'tmay, mush qat kesib mush mavzu kitobdan beshi xarakterlik. kelgan. Mush kitobdan beshi kelgan gapni deb beray. Bu kitobning Ha, ismi ko'radi, passiv yaxshimi, aktiv yaxshimi? passiv yaxshidan aktiv yaxshigacha. Bu kitobni anglab baqqanlar, tinglab baqqanlar bormi yo'qmi bilmayman. 2014 nashr qilib ekanmiz. Tarjima Ha, qilib. ha. Bu kitob ming til besildi. 10 yil Şimdi o'tdi. ona 10 yıl oldu da. Bu kitabını biz asli haqsiz tarqatmoqchidik. Keyin o kitobxona ochganlar tunji qatim kitobxona ichildi ama shu vaqtda Ha, bizniki ha, ha. zikrdim burada. Birisi dedi ki bu kitobni shu baho qo'yib, mutbaasilar qimmat qilmaydi shu. Bir baho qo'yib, undagi şey sonli bizning kitobxonada qanday kitobni sotsak bo'ladi dedi. Onun ichidagi birisi shu. İşte o vaqtda bir birodarimiz ishlaydi o kitobxonada. Olib berdim. Bu kitobni bir setib tursiz 5 lira deb bo'lsa bu. Bir şey taqib qo'yishdan so'rab. Desem keyin telefon qilibdi bana. Bu kitobni akasilar debchi. Keyin keldim nima bo'ldi desam, patron bu kitobxona egasi mablag' solgan 3 yillarning birisi. 5 lira setildigini boshqa, yana birisiga miqdida akasi kitobdan. Ben rafta kitob jazosini ilib o'tinglar buni tekshirdim. Aqs qo'yib qo'yinglar, agar haq so'rab qolsa berasizlar debchi. Aqtirib oldirib etdim. Keyin Aşı iliqi Akasu degan odam bilan bu yer ushqishib qoldim-chu. Mashinasiga chiqarib oldi. Dediki, endi bu kitobni agar o'sha yerda setib qolsak, mayerdagi bolalar o'sha odam eshitning bolalari, yebiyaning bolalari yomon kuchli vaqt bo'lgan-chu. Qattiq jar, nima qilib ketgan vaqtlari. Ashular kunimizni tuzib o'tadigan turib bizga bek besim qilib ketdi dedi-chu. Tamam da o'sha. Mashular deblar buni shu Müşü kitap da tercüme qilinib, aşağıda setilib qalsa ayda iş bo'ldi ekan. Ama a kitobxonada 5 ayda ish kelsa, bizni beshimizga nima kelmaydi deydi. Bizga taklif ketgan o Istanbuldan ko'chalarda yurib sama, Zaytunburun chiqib sama, beshingni kiysam, esib qo'yamiz ya bu yerga debchi. Ashuna daraja taklif ketdi nurg'unlar uchun. Keyin iyaninki o qaynamlama ishlimi-ishlimichu yo'qolib keyinchu. Keyin biroz pasaygandan keyin hattochu. Yine bazıları dedi ki sen Abdülaziz Bek ama akıllı bir eder. Aklına bek işletip gitmekse. Maşı şeytan. Aklına bek işletip gitkeşke. Şimdi Allah'ın olayı el tüküşürüp gitke. Şunu sen bu ben %99% eden A tarafı meğavazsa sen B tarafı meğavazsa. Bu hata yolda meğavaldı. Depçe. Aşı yapıldı da. Degenden keyin hatta üçgü çağırıp başka bir mollani çağırıp yeni bir adamni çağırıp meni şeyde nima qildi-da bir şeyde 24 saat mayli 48 saat kessin mayli shu yerdan chiqmaysiz tabaqa minasiz tayyor siz bir şeyde kalbingizdagi dardni tuguni yashmasak bo'lmaydi dedi.
Benim bundan tügününü yiyişe ihtiyacım yok dedim. Hı. Seni yiyiş veren var tügünü ona. Dedim. Şunu bilen çıkarttım. Ben keyin o adam ayağımdan aldım tursakladı. Abdülaziz dikkat kılsın. Ma ayadan kelgen balalar yenda kurallar varmış. Bir qanday qilib sabırsın dedi şu. Hı. Hı. O təklif olğandan keyin şunu asta ondan keyin Uyghur Akademisi'ndeki Amerika'da bir yığın olup kaldı. Şehirge bardan olup kaldık. Vize bilen aldık. Aşağıdan ben boldu. Nimege kanal taraf ütep kitaydı diyen niyet bilen. Şamdan da nime kalıp öydükliğini koştuşup. Hatta bir 5-6 yıl işler bir öğüdü Nereye satın gitmek alarak istiyorsun plan? Amerika'ya mı? Kanada şu Amerika'da. Kanada'ya. Ya, Aynen tamam. plan bilen Ya. mağdım. Birleşten buran bir teklif kep kaldı da. Bizden bu Enes Alım ustazdı. Süleyman'a Ha, vaxtıdı. ha, Şunu ulan o arada ben hem de onun yıllık tercüme kılgan izahlıq Kur'an tercümesi var mı? Tırnaksız diye. ha. Şunu ben şimdi bir Facebook'larda okup hemmisini to'liq o'qibchi taqdim qildim xalq uchun. Ha. Ondan bir ta'sirlangan bo'ldimi bilmadim ham de. Ish qilib o'ziga biroz yaqinroq ko'rdimikin. Shuni ular qanday odamning rizqini Alloh berdi, qushning rizqini Alloh berdi. Shu rizq izlab o'quvlar uzoq bir yerga ketishning hojati yo'q. Biz bu yerda sizga xizmat taklif qiladi deb ma'qul deb kurashdi. Yaxshi maosh beramiz dedi ma'qul deb. Shuning bilan ikkilanib mangdim ham shu. Kasam xizmat bor tayyor ishlaydigancha. Bo'lmasa o'tib ketaman da yanga. Ha. Ha. Ama yerga borgandan keyin men darhol ish tugagandiki qaytib kelishga o'zgartdim fikrimni. Nima ish qilsangiz, men o'zim shunchalik pul topsam bu yil uchun yine shu Qur'oniy tushunchani, shu Qur'on markazlik narsani tadqiq qiladigan, onun Uyg'urchaga yoyadigan, bilammi? Ayda bir vakf quraman yoki dernekchi. Hı. Tamam ondan sonra tayyor qurilgan dernek. Ana sağlam ish ishlayapti masalan. Bu yerda xizmat turmasa men nima ish qilib xizmatni qilmayman. Men uchun eng no'j fursat. Mayli Qur'on uchun bilib ketsam mayli, Hı. aytaversam, chepiversam mayli debchi. Shuni yeni keldim. Hı. Pushman qilmayman lekin shu. Yer ishladim 2 yildakchi. Ishlash Hı. jarayonida nurg'un ishlarni qildik hamda Enes Alimning kitoblarini tahrirladik, boshqa o'zimiz tarjimalarni qildik, darslarda ba'zi mazmunlarni sundik. Shunday ma'nli o'tdi. Men ash ustozning yerida 2 yilga yaqin turdim. Jiq narsalarni o'rgandim. Jiq tushundim men uchun bu Qur'on markazlik din yo'ldir shu. Hı. Yaxshi bo'ldi shu alhamdulillah. Chunki men pul topsam mushli qilgan bo'lganlikim tayyor. Shu vaqt ishlaydim. Yaxshi maoshlarni berdi. Keyin 2 yil ishlab yerim chiqib ketdik. Benim sebepler bilan. Hı. İşte hayatımız shunday davom etdi shu. Hı. Ba'zi ishsiz qolgan vaqtimiz bo'ldi degandek shu. Hı. Endi liqi nima Abduqodir Jaloliddin debdiki, men ömür bo'yi kitap yazdım, kitap kütürdüm. Hali Yaponga sayohat nimasini deydi-ku. Hı. Kitap meni qachon kutadi debdi. Shunda dedim, taqdiring qanday bo'lsa, taqdiring shunday bo'ladi deb quloqimizga qo'yib o'tibdikin. Şunu taqdir meselesini başqaçadan tushunimizchi. Yaratish menden, yaratishing o'zingdan. Bular jiq so'zlanganimizga. Tadbir bek muhimchi. Şunu qanday tadbir alsak, shuni qarata shakllanamiz endi shu. Bizning kelgusimiz shuni qarata shakllanadi. Shunlashqa kim men tadbir shirkatida shirkat qurdim. Hı. Onunda men shu kitaplarni nashr qila oladigan o'z oldimga shu. Nashriyat. Bunu Uygurlarning İstanbul'daki, Türkiye'deki tunca haqiqiy kinishkisi var, ruhsati var. Aynen neşriyatı ben kurdum. Hem kitap Hı. çıkardım, Hı. bizden çıkarmak yok o kitabı çıkardım şu. İki yıl Ee, kagalla nima qilgan bo'ldi degandek shu. Resmiyetleştirdiler. Aynen Ha. resmiyleştirdi degandek. Kitap sattım hatta mesela şu. Şirkette kullandığım kim? Ben 2 yıl kitap sattım. Dünyanın nurgun yerlere kitap satıp ettim şu. O kitapların özen bastırma, Yakup'un setip almaya başlamış Uygur kitapxonalarını. Hı. Kitapxona 3-4 çıktı şu vaqtda, hatta keyin 4 Hı. çıktı. Hazırımız Biraz takılıp birkaç ticaret kitap türlerden bir çıktı. sırayla kanıtı. He.
Ona kadar bezilgan kitaplarını ben başına seti varsa, şu seti olan kitapların arasına tıkıp dünyanın nurgun yeriga yo'llattım. Hatta nimaga Avstraliyaga bir kitap batib setish ba'zi kitaplarni setish beradi ma'quldir. Shunga bilan shunga o'xshash bir kitaplar var tarjima qilgancha Hı. islomga oid. Hı. Bu kitapni setish bersinlar desam nima dedi bilir misiniz? Hı. Bizning bir yerda bizim bir mollamiz var. Şu molla aş kitaplarni tasdiqini, aşı mollaning tasdiqini o'tmasa bu kitaplar uchun, o kitaplarni biz o'qiolmaymiz, ham sotolmaymiz dedi. Hı. Bana acayip ta'sir qildi bu gap shu. Sen bir Avustraliyadagi, Amerikadagi, Yaponiyadagi bir yerde yaşaysan, shundaymi? Hı. Eğer shunday bir erkinlikka chiqding, shunday bir erkin dunyoda yashab o'tibma, sen o'zing xohlagan kitobni o'qiyolmasang shu, buning nima ig'ir külfet bormi shu? O'ylab boqing. Ya başkalar desem ben şimdi Avustralya'da müşterek desem başkalar ya o da aşina oluşum kim? Lekin biz setiyoruz o kitapları şu. Ey ve atpırına biz setişpirimiz de yardım kıkallar oldu. Hatta bu kitapını avazlık okuducuma Avustralya'daki Perizat Ferizat Hanım. elimiz şu. Hı. Perizat Hı. Hanım. Hı. Hek ne Abdülaziz Dimitri efendim, endi qolganligi jarayon ajoyib. Bir kunni kech qilish uchun beshimizdan kechgan hikoyani agar tushuntirish to'g'ri kelsa, necha romanға patmodek tasvirlab bergili bo'ladi shu. Hı. Keyingi shu Nobel mukofoti yoki dunyo adabiyot mukofotlariga erishgan asarlarningmi eng qisqa muddatda nurg'un o'y xiyollarni ichiga sig'dirib oladigan darajadagi vaqti qisqa jarayon normal voqelikning vaqti qisqa, ammo Hı. ichidagi mazmun jiq chechaklangan voqeliklar mukofotga erishib ketdi. Ya'ni kengaytirishning bizning programmamizniki nimamiz bo'lmaganligi uchun biroz Hı. taqlashga majbur qilamiz. Tabii. Mening so'moqchi bo'lgan savolim shu. Biroz qolgani Hı. yana do'stlarning savollari bor, taxir so'rashimiz kerak. Mening savolim Hı. shu. Abduli Qarining 80 qismlik darsini o'zimizdan anglab o'rganmay, o'zaro bir guruh insonlar bilan birga o'rganib, hazm qilgan bir insondagi fikr bilan Hı. Mustafa Islom o'g'lining fikrlaridagi ilmning orasidagi farqni his qilgan. Cho'qim his Hı. qiladi orasida cho'qim farq bor. İkisiga Hı. qandaq qaraverishda bir ziddiyatga yoki bir tanlashga duch kelmadikmi? Buni qanday hal qildik? Ben Gonca geldiğimde Gonca'daki boşlukni his qildim. Tunganlarninki o'zaro suhbatlarini ko'rdim. Ben uni qizg'andim tushundingmi? Keyin Uyg'ur bolalar ziyolilar, musulmon ziyolilarimiz tushundingmi? Hı. Ko'paygandan keyin biz ashuni ishni qildikmi? Hı. Umar meniki Hizb-ut Tahrirning ishlarini qilib yurgan vaqtimda, mudarris bo'lib yurgan vaqtlarimda Hı. Urumchida vatanda shu. Hı. Ashtada aktiv chiqdim. Shu Hı. vaqtga olgan ba'zi tashkillash iqtidori shu ishni turib ayollar bo'ldimi? Ayda ishini qildik shundami? Hı. Qilgandan keyin undan keyin men Guangzhouga kelgan, men Istanbulga kelgandan keyin men Suriyadan Hı. men shu Abdulla Qorining tablig'ini bir yerda kengaytmoqchi bo'ldim. He. Kengaytmoqchi bo'lib birisiga desa, nim dedi bilanmi? He. Nim dedi desa, sizlar bizning Uyg'urlarni o'zbek qilib etmoqchimi dedi. O chaqda bir yerda bir suhbat edilen narsim yo'qkan, islomiy o'rganish faoliyati yo'qkan o chaqda 2008-yilda shu rasman qilsa. Hı. Men chiqdim. Shuni bilan shu stasyon jamining oldida dedim bir hojim uchun. Desam, ey sizlar Uyg'urlarni o'zbek qilib etmoqchimi dedi shu. Qarab hayron qoldim. Yani bu o'zbek bo'lsin lekin islomiy bilimlar bor-da uning ichida. Bir yerdan boshini o'qib, oyoqqa chiqarsa, mayli bir narsa bo'lib qoladi, to'lab qoladi shu. Yani kelib o Yani çağda undaq palanç millet, pistanç millet degan gap bir musulmondachilikda biz ummatchilik tushunchasiga kirib ketgan vaqtimiz bu. O o chaqda shunda. hamma g'alati tuyulgan fikr. He. Uçağlarda ben hatta şunun Goncu'nun tesiri var değil mi? Abdüvel He. Karı'nın tebliğlerinin tesiri var değil mi? Çünkü bizim yani işimizin boş teşimizi şu var mı da? Ankin ben Mustafa İstanbul'un derslerini tanışıp kalkandan ki ondan ki bu bir zehirken dedim şimdi. Hem istemez. Hem de bu adam şu e, Kur'an doğruluk yani Kur'an bilen hadis doğruluk söz degan derslerini tanışıp baksanlar şunu bilişler.
hadislarni vahiy deb tushundu ekan. Hı. Men keyin men uqqandan keyin uni nima qildim? Keyin uni tashviq qilmayman. Tashviq qilmaydigan bo'ldim. Keyin asta-asta Qur'oniy markazli tushunchalarga o'tishga boshladim. Shunglashqa yana tipirlab ketishimdagi sabab shuchu. Hadisning bog'i to'g'riliq sen jannatga kirolmaysan, o'zing mo'min bo'lmaguncha, sen o'zing yaxshi ko'rmaganda, yana bir qarindishing yaxshi ko'rmaguncha sen mo'min bo'lolmaysan. degan hadis bog'i, shu mazmundagi. Hı. Ashula, Yani Müslüman ashular bir hadis. bulanmayslar deydi. Yani cennet girenmeysler şekildeki birkaç xil varyantları var. Ha. Demak, o'zing yaxshi ko'rgan narsani boshqalar uchun yaxshi ko'rish uchun Hı. bu bak muhim narsa uchun. Boshqalarga yaxshi ko'rish, boshqalar bunga taqib tashlamish, boshqalar ko'rsin debchi. Menda bir tipirlab qoladigan bir mijozim bor mening uchun. Bakcha kitob o'qimayman, lekin ko'p tinchaymanchi. Ha. Ash o'qigan bir kitobni o'qigan bo'lsam, u kitob yarab qolsa, darhol tarjima qilmaslik bu kitobni bir taqib tashlashlik deb kechki shu dars kirib oladi ishim uchun. Özümüz yaxshi ko'rgan qarindishimizga yaxshi ko'radigan bir xil nimamiz bor. Tamam, ben Şudan so'rgan savolning javobi keldi. İşte kerak. Vaqtimiz qisqa. Tamam, demek farkını tushundimchi. Farkını tushungandan keyin men Mustafa Islamoğlu bilan shu Abduveli Karim'deki tutgan yo'li o'xshamaydi. Birisi Kur'an merkezlik din, yeni birisi hadis, rivayet merkez, rivayet karakterlikçi. Yani birisi Kur'an merkezlik, yeni birisi hem hadis hem Kur'ançı. İkisine vahiy deydigan. Rivayet ekolü deydi. Bari dirayet ekolü deydi. Yani Mustafa Islamoğlu'ndaki maksat, yani Allah bu şu ayetten bizge nima qilishdagi maqsad nima deb ojiatdan bakroq ma'noni nima qildigan odam yeni birisi zohiri hadis nima degan bo'lsa, Qur'on nima degan bo'lsa shu qo'lni kes degan bo'lsa kesamiz. Tamam Hı hı. Chalma kesak qilib o'ltiring degan bo'lsa o'ltiramiz. Hatto darslarda ham Abdulla Qorimni shu bir ayolni chalma kesak qilib o'ltirgan bo'lsa, yuzingiz qani chachrab ketgan bo'lsa, shuni siz huzur ish qilishingiz kerak degandek yerlarim bor shu dars. Yani o derecede cidden için çıkışındaki acayip çok fark vardı. 12 haqla tinchisa o'zi amaliy bir asos turib bir usul bir Qur'onni markaz qilib boshqacharoq qarasa o'chadi ko'ralaydi. Bo'lmish ko'ranmaydi. Mening maqsadim endi men nima nuqtaga kelsak, men Mustafa Islamoğlu emas, yoki bo'lmasa Qur'onchi emasman. Men bir musulmon. Men faqatlam xalqimizga mushundaq tushunchalar borkan, mushundaq tushunish metodi borkan, usul borkan, qani mushuni mening vazifam anamning bilan solgan vazifam nima, kallamga solgan narsa nima? Tarjimon bo'lish yoki muxbir. Mushu iqtidorim borkan, Alloh buni menga beribdi. Hem tashkillashni men borkan, mushundan foydalanib, o'rtaga bir narsa qo'yib qo'yishdi. Mecburlaş. Hech qanday mecburlash nimam yo'q mening uchun. Bilam ya, meni ko'rsa hozir endi patolog chiqarib aytdi-ku, bu odamdan neri ketinglar, uzoq ketinglar, yaqinmi yo'limanglar deb tushundam ya. Sizlar balkim o'ylab ketgan bo'lishingiz mumkin. Voy Abdulaziz, sizlarni bir haq binas qildimi yoki bo'lmasa mana bir haqninki bek nimasi boshqa turdi. Biz yangi ushlab qolmanglar debchi. Deb sizlar tarafdan ko'ngil bo'lib o'ylaysizlar. Ama lekin ular yaqinmi yo'limanglar degan tursa Shunami? Darhol badar. Endi shu. Bu odamni qachinglar bexatarligida deb e'lon chiqaryapti endi shu bular. Hı. So'ragan savolga javob chiqdimi yoki shaqlab ketdimi? Başkan ketdi. Men so'rgan savolga taq javob bersak yaxshi bo'lgan savoldi. Chunki insonlarimizning qolganini og'zini shilib o'tirib tushunib oladigan yerdan o'tib ketmasak, aynan mazmunga chiqmasak tafsilot Tamam, qaytadan mening so'rgan savolim shu. Mustafa Islamoğlu'dan Abdullah Karim. Shuni so'rgan savolim diqqat qilinglar, so'rgan savol diqqat qilinglar. Abdulla Qarining darsidagi mazmun bilan, o din bilan Mustafa Islamoğlu'ning darsidagi dinning ikkisini orasida osmon zamin farq bor.
Bizning forum, an'anaviy islomdagi asosan taqvo do'stlarning ko'pinchisi Abdullah Qarinikini anglagan. Chunki Abdullah Evet. Qarining da'sirini hech kim cheklagan emas. Aliq millatcha cheklagan bilan, o'zbek cheklagan bilan, o'zbekcha qilitamsa degan bilan. Din nuqtasidan kazzab, zindiq, qalampokun qalbga kaydirmagan. Kaydirish oyoq qilg'iliq odamga. Mening demoqchi o'g'lim, uni anglagan millat, biladi az to'la. Mustafa Islom o'g'lidan hozir degandek yiroq turg'iliq bilmaydi. Bu fikrni bilmaydi. Ya'ni Qur'on minbari din tushunchasini bilmaydi. Sizlar ikkilisini o'rgandinglar. Farqini cho'qim bilasizlar. İşçinizdeki Abdülaziz ikki tarafdan kelgan bu uchurda qanday qilib uchurni tanladi? Shuni deyish. Çünkü mesela ben bayağıda mı dedim ko? Çalma kızı kılıp öldürüş bah. Abdülhamid Karı'nın dininde. Mustafa İslamoğlu'nun Kur'an'daki dinde çalma kızı kılıp öldürüş Kur'an'da yok. Namazını okumagan edemli Müslüman çağlamaydı a dinde. Kur'an merkezlik dinde namaz okuması mı? Dekince o adam Allah'a işense, Kur'an'a işense, Kur'an'daki imanlığa ne kısa? O Müslüman. Değil mi? İbadetlerini kılış kılmaslık o adamdaki üzündeki erkeğindeki cevabını Allah'a bırakıyor. A dinde namaz okumağa adamını öldürdü. Müslüman hesaplamaydı. Tövbe kılmasa. 80 Şuram ya. Namaz okumağa adam da var mı? O zina kılmağa adam da 80. Ya derre vurdu dep ba. Şu namaz okumağalarını derre vurdu, kabak saladı denilen dereceleri var. Namazını inkar kısa. Değil mi? Şuram ya. Namaz okumayı mı bu? Dese ya şu murtat oldu ya şu. Ondaki murtat oldu öldürüldü. Şuram ya. Ama Kur'an merkezlik dinde her kadar adamınki üzünün işiniş işenmez hukuku üzüge berilgen. Şuram ya. Lekum dini kömedi din. Dinde yine bir dinde adağımız. Sen bu dinge kirdin mi? Kirgendin kin akılcı. Akıl degenle iman çıkışıp kalmaydı. İmanını akılla boşundursa deydi. Ama hidayette iman etip olunca akıllı kirse depçi. Onun işiti de onun dinkin. Eğer akıl bek ne bulup gitken bolsa Ömer Ezyalan'ın bir gipini keltirdi bularca. Paypakın üstüge emas astığı mesqini bulatdı. Depçi. Degenge okşaş. Onda iblis şeytan şu bek akıllık lakkalap degendek şu. Biz akılga çokunmaymiz. Ama Kur'an-ı Kerim'nin nurgun yerinde akılını işletişke buyuruyordu Allah subhanahu ta'ala şu. Yani insanın fitratiga uygun bir narsalar şu, mesela şu. Allah'ınki bu dini, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki dini Xudaylık suga okşaydı şu. Suni qandaq kutuga qo'ysang, shu yerga aşının şeklini aladi, aşından hamma yerga uygun bu son işlerden bozulmadı şunam ya. Aynen okşaş. Ama adinde sen o dine kirdin mi çıksan murted. Başka bir din için kessen. Murted ne öldürür demek için. Yani bizim alaka o gaplik kirmeye hazır. Aşının okşaş. Yani birisi altın demek için. Bilmem ya paralap doğan için. O altını siz körüşçü kadaklısınız. Altın yatılı sayda tanımısan nime payda. Tanış için kadar kılış gerek, bilim buluş gerek. O bilim derdinkidir de, Kur'an'dinkidir de. Siz Kur'an'ı ügenmişsiniz. Bir ömür Müslüman dep durup, baştan ayağa Kur'an-ı Kerim okup bakmagan bolsunuz. Şunam ya, okusunuz mu mezhebi düşünceler bilen, ya şu tırnak işidikiler bilen, şunu algan bolsunuz. O şekilde o cıhpaydan bey. Lekin şunda olsa mı, yine Kur'an'ın meanisini baştan ayağa okup çıksınız. Siz kıyamette namazdan yoki boshqa narsadan emas, Qur'ondan so'ralasiz. Qur'ondan so'ralasiz deb oyat bor. Hatto ümidim mening Qur'onni tark qilib qo'ydi deb oyat bor, shundami? Tashlab qo'ydi, tashlab qo'ydi. Tashlandi qilib qo'ydi. Bular tursa masalan uchun siz yana uchun
Siz bir Kur'an-ı Kerimni ömrünüzde bir haqiqatan o'qib baqdingizmi? Onu qandaq o'qib, qandaq dalil selish to'g'riliqcha bir ilm o'rganib baqdingizmi? Bilamya? Bular bek muhim. Biz o'qib qilib, biz boshqa hadis kitoblar, yoki boshqa bir narsalar. Allohninki hech qanday shak yo'q degan bir kitoblar bor. Buniki ahadisi yo'q, zaifi yo'q bu oyatlarning. Bu shunda iniq bir narsa bor turibli qo'lingizda. Siz uni o'qimay, undaki yoki yozilib elib unichu, ma'nosini tushunmay, undan keyin boshqa uni boshqalarning kuchi bilan, boshqalarning yezib bergan kitobi bilan yoki din qilib olgan tariqat yoki usullari bilan, mazhabsal ko'z qarashlar bilan, osh ko'zoynak bilan qarasangiz bu Qur'on Karimga, bu sizga bir narsa bermaydiki. Tushunammi? Shu boshqalarni tayyorlab bergan nerni yeysangiz, ta'mi ani og'izda qolib qoladi. Şunu siz özünüzün dini, bu dinin ilgisi Allah'a benleki Müslüman bo'lgandaki, şu dinni o'rganaman degandan bunun birinchi qo'l materiali şu Qur'oni Kerim. Değil mi ya? Şu Qur'oni Kerimni boshdan oyoq islom mutafakkurlarining o'rtaq izohatida borki, o'sha islomda qarg'ularcha ibodat qilish jinoyat, tafakkur qilish ibodat deydigan nimalar bor, hikmat bayonlari bor, hikmat so'zlari bor. Ya baba mesela Zahidninki bir kecha yoki shu uxlamay qilgan ibodatidan nimaninki aqlni tafakkur qilishi u nihoyatda cho'ng deydigan masalanchi. Undan keyin axloqni ön planga oldi qatorga chiqardi. Bularimiz to'g'ri gaplar bularchi. Qur'oni Karimda deydigan shu Sura Yunusninki 10-oyatning 10-suraning 100-oyatini tek o'qib bakinglar. İnsan yeryüzündeki məxluqlardan ən rezili, ən pəs kişi qandaqa dese, əqlini işlətməyənlər deyir şu. İnsan deyir, insana aql verildik, o aqlni biz işlətmisək, qanday olada, başqalar bizning aqlimizni işlətib oladi şu. Onundan keyin qaqqa tushgan po'choqdek o'ynaydigan gap, kashkichi shu, biqidan chiqolmaydigan gap. Yangilik yaratolmaydigan gap. Okay. Kur'an'daki hech qanday bir yerda boshdan oyoq sen dadangning yo'lidan man, ota-onangning yo'liga ko'nlarning yo'lidan man deydigan oyat. Qur'on uning qilmaydi. Asla aqlini ishlatmay ezib ketgan bo'lsa yoki ular aqli ishlatmagan bo'lsa, yana sen shu yo'lda mangamsan. Nurg'un aql ishlatish to'g'riliq, yangilik yaratish to'g'riliq oyatlar bor. Biz nimishda bu xil nimadan qutulolmaymiz demoqchi. Nimashi bundan qutulolmaymiz degan chog'da shu aqlni ishlatishni cheklaganligimiz uchun yoki bo'lmasa aqlni boshqalarning aqli bilan tushunishga yoki boshqalarning ko'zi bilan qarashga odatlanib qolganligimiz uchun u osonda yezib berilgan narsa. Nimaga misol keltirish mumkin? Hali quduqda yotgan paqa osmon mushu deb eg'izdagi nimani ko'rgandek bir ko'rish bo'lishi mumkin. Yeni birisiga ben kısaca yeni bir gapni deb o'tay. Ben oliy maktabda men injenerlikni o'qidim, shunami ya? Bu binokorlik nimasida bu injenerlar odatda bir narsaninki, bir istakanninki mana bir yuzidan qaraydi, sizib chiqadi bunichi. Ma yon tarafdan qaraydi, ustidan qaraydi, ostidan qaraydi. 6 xil yoki 7-8 xil chertyojni sizdi bunichi. Shunga bir narsani tushungan vaqtida bizmi atrofliq tushunishimiz kerak-ku. Şuna bu xil yani sanat institutida o'qigan bu atrofliq kuzatish nimasi bu bizga odatlanib qolgancha. Shuna bir narsa kallamizda uni tasavvur qilib o'xshamagan nuqtadan kuzatish ilib berish. O'xshagan nuqtadan kuzatish ilib berish. Undan keyin bir chet eldan o'rgangan odam boshqalarga hurmat qilishni, boshqalarni tinglashni o'rganadi. Tushunammi? Shu gapni men diqqat bilan tinglamasam qarshi tarafdagi chet ellik odamning nima demashligini bilolmayman, shundami? Shunglashqa men bir necha xil tilni o'rganish jarayonida menda yetilgan bir narsa bu-chu, tinglash. Dunyodagi eng cho'ng xafaliklar nimadan chiqadi desa, boshqalarni tinglashmaganlikdan bo'ladi. Boshqalarni tinglashmaganlik degan gap uni odam o'yida tushunmadingiz degan gap. Başka sorulardan sual olsa.
bir qancha savol so'ralishi lozim. Savollardan birisi. Masalan, Mustafa Islom o'g'lining kitoblarini nashr qilishda iqtisodiy kirim qildigan, ya'ni uning iqtisodning badaliga ilib borgan ish bormi yoki xolis ketayotgandi bu ish? Yani demek ki onu mesela Mustafa İslamoğlu sizin özünün teşvikatını kıgıllık için sizleyip maaş yurduğun, destek yurduğun, ya ki başka bir bay tersilenip gidip yaxşı kılarsın dep, şu sebep sizlege may koyup var mı? Yok. Bu 10 kitaplarını tercüme qilib boğuşu arlıqda Batur kardeşimizi, yerim adaş Batur kardeşim al. O ismini dep saldım kapalmanglar. Chiroyli gap qilib yurib, voy mush kitobni tarjima qilsak yaxshi bo'ldi deb yurib, o'zaro söyleshib degandek shu. O'zaro fikrlarimizni nima qilish yurib, shu Botir kardeşimiz tarjima qildi buni. Shu uçağıldım onunki vaqti batdi degandek shu. Men unga pul emakdim masalan shu. Ayında halisane hizmet şeklinde. Hem de kunda bir betten iş gibi betten ayında tercüme kılıp torbetimizde yollanıp ayında kalıp aslında o kitap bulup şekillendi bu şu. Hem metendekinin bekçe paylandı. WeChat'ten devamlı paylandım. Kündülük tercümeler Katar'da biz torbette ilan kılıp da Yani bu Kur'an menbelik din düşüncesinin teşvikatını kılışta kandakta bir iqtisadi menfaat maksat emas. Yok, mümkün emas. Tamam. Onday iş yok. Yani çünkü bir inek olarak kesin şu oturup Hatta bana degenler oldu. Facebook'ta şu. Mustafa İslamoğlu tedbir şirketini kurup verdi. Ondan keyin bu kitaplarni tercüme qilsa bek şey pul vurdu buning uchun. Aldigay mandigay buning bek ahitdagi bek kuchli. Dep o'zicha qo'qab ketib degandek. özünün tasavvurda. Ayndaq vayimlan. Ha. Ben dedim yazdım ya geçen. Tamam Mustafa İslamoğlu'nun ivetken mangucu maaş vergen talonu olsa yoki men sigortam qarz biladi-ku nerede işlegenim için. Hı. Tepbergen o şirketninki resmi gazetede ilan kıldı-ku. Bu şirketninki meblağ nereden geldi, kim şirket ortak oldu bunun için. Onlardan bana bir paket vergin. Bu gapni deyish uchunchi desak yo'qolib ketdi. Aytmoqchi. Hatta bu kitobni taqalsam birisi chiqdi-ku. Men mushuning qarta nima yozaman, tanqid yozaman, xato ketgan yerlarimni deyman dedi-ku. Ajab yaxshi dedilar. Menga bir o'g'avali chiqmadi shundoqchi. Başka kitapniki kitapning manda yerida manda deyilgan men bu gap manda emas manda men manda tushunaman manda xato tushunyapti debchi yozgan bir adam chiqib taqmadi shu bu kitobda. Manda o'g'ildek odamlar. Kitap nashr qildik. Men sizga rasmni ivetib berdim bir qancha kitobni mesela. 15 kitap mesela Cami Mustafa İslamoğlu'nunki 10 kitabını tercüme kıldık. Beşi de ben Hecr Risalesi'nin başladım. Keyin pasif yaxşıdan aktif yaxşıga çıkardık. Ondaki Yürek Devleti degan kitapni tercüme kıldık. Ondan keyin başka bir kardeşimiz Kader Risalesi tercüme kıldı. Ondan keyin yine Kur'an sürülerinin kimligi degan kitap. Onu kitap şekilde besip çıkardık. Kader Risalesi'ni besip çıkardık. Ondan başka İmamlar ve Sultanlar diye kitap tercüme kıldık. Ebu Hanife'nin siyasi tarihi cuma mı? Çok okuş gerek. Aşını avazlık kılmetim ben de üzümüz tercüme kılan kitaplarının içinde bir takip kaldı. İmamlar ve Sultanlarını avazlık kılmende. Avazlık kılanmayı kaldım. Geçirsin kardeşlerim. Özü tek okuş oldu lekin. Pek yaxşı kitap. PDF nüshası var. Şu. Neşriyatın, resmi neşriyatın çıkan kitabın tövtü var. Güzelliğin neşriyatın çıkanına ikisi var. Ondan başka erkeklikten kitaplarını neşir kıldık neşriyatınca diyendek. Aynı da işte. Ama şıkılıp 10 neçe kitap kıbadı. Mustafa İslamoğlu'nun 10'dan aşağıda bir Xanzutlu kitabı var. Xanzutlu Şırmışa Yisilencal. Guğulancı'nda şu cavşadet diyor. İslam nimeyen. İslam nimeden Uygurcusu var. Kur'an-ı Köre İslam nimeyen. Onun besip çıkardık. 2000 tal bastık. Cih takip ettim onu dünyanın hem yeri gücü. Diyendek. Japonca tercümesini o projenin ben ağanttım. Japonya 2 qatim bardım. Lekin o projede ben kıldıramay yapıldık. Aslında Japon Müslüman bo'lgan Japon tercüme qilsa İslami hukmlarni uqqandan keyin
Yaponchaga yaxshi tarjima, sifatli tarjima qilaman deb borsam, o bo'lmay qoldi. O odam tarjima qilmadi. Onun uchun, lekin pulni berdim, tarjima qilmadi. Men pulni olmay yurmayman. Tamam. Ha musulmon yap. Ha yapın musulmon Sizlarga nisbatan deydi, şu Qur'on manbalik din tushunchasiga mengib tashviqot bilan kitob nashriyat bilan shug'ullangandan buyon eng ta'sir qilgan qaysi kitob? Ta'sir qilgan qaysi kitob? Eng ta'sir qilgani shu passiv yaxshidan aktiv yaxshiga. Shu kitob. Ondan keyin qolgan imomlar va sultonlar Abu Hanifaninki nimasini o'qib boqsa bo'ladi. Qadar risolasini o'qisa bo'ladi. Iymon degan kitobni o'qisa bo'ladi shu. Agar boshda men Abu Hanifa to'g'riligi, men Hanifi mazhabi degan masalan biz uchun Abu Hanifaning siyosiy tarixini o'rganay, haqiqiyligi saroy mollasi bo'lmaslikni o'rganay deydigan bolalar olib qolsa, shu kitobni o'qisa bo'ladi demoqchi. Tamam. İmomlar ve sultanlar. Okey. Yaponiyada qanchalik to'liq? Yaponiyada ikki qatim bordim. Lekin men 2016 bir bordim. 2017 bir bordim. Beşini borgan 15 kun turdim. Yenib keldik. Bu sefer şu Yaponiyadagi halal o'rinlar ko'rgazmasi degan narsani shirkatniki nimasi bilan bordim. Bir sayohat uyimga o'rinlashtirdim. Bolalar boshqalarga keldi yoki shu bolalar. Ko'rib yenib keldik. İkinci qatim borganda 1 yildan keyin bordim. Shu 15 Temmuz var. Asasan tijorat uchun bordiqlarga o'qigan emas-a? Ya, shu kitobning yaponcha kitobning tarjimasini qildirmadim-ku men. İslam Qur'onga ko'ra islom nima degan projeni oldim dedim-ku. 2015-yilda. Shuni bir iqtisodiyot yordam qildi, kitob tarjima qildirdi yaponchaga deb. Shu Yaponiyaga men shu kitobni tarjima qilish uchun asosli niyatim shu kitob borgandim, ikkinchi qatim borgandim uchun. Berib, undan shu yaponcha tarjima qilib turadigan og'aylar uchun Hokkaydoda, Sapporoda. Men Tokyodami turmay, jiq turmay, shu Sapporoga 2 oy turdim. Shu bolaning uyida bu binosini apartman bor ekan, Hindiston qolgan, dadasininki, yigitniki. Shu yerda 2 oy kirolab turdim. Shu uyda. O jarayonda men uni bir nimaga akilish uchun yapon tilini kuchaytay deb, men shu 93-yil boshlab o'qigan yapon tili bor-ku. Shu yapon tilini men kuchaytay deb shundan yaponcha 4-derece 2-derece imtihon berdiganga Yaponchada 5 tane derece var şu. 1. derece, 2. 3. 4. 5. derece. Şu 2. derece imtihanga tayyorlik qilish uchun kuchaytirish sinfga kirib 2 oy o'qidim yerda shu. Tamam. Qolganlar yana belki boshqa mazmunga o'tib qoladi. Ba'zan qarindoshlarimiz deydi yoki ular bilan ayrim paranglashgan chog'da ta'sirotlarni deb berish orqali bir esida qolganmi, bayatın degandek bir yaxshi o'zi yaxshi ko'rgan narsa boshqalarga yaxshi ko'radigan bir ruhdagi do'stimizdan bilsa 3 Muhammad degan kitob haqidagi bir ta'sirotini bir deb bergan bo'lsa debdi. Biz anlamay qolgan bir yer bo'lishi mumkin. Bo'z qisqa deb o'tib ketsak. Şu Muhammad degan kitobni Mishel bir rahmatlik adam tugab ketdi. O'shadan pul berib birisiga tarjima qildirib ekan. Tarjima qildirib bo'lib, uni nashr qildirganga nig'mabdi ekan. O projeni qoldirib o'tibdi ekan-ku. Ammo tarjimasini yoymabdi ekan. Uyg'urlar buni yoysa to'g'ri emas deb tushunib ketgan. Ammo biz 3 Muhammad degan nimaninki so'zlagan Anqarada 1996-yilda shu. Shu Mustafa Islamoğlu'nunki. Shu leksiyasini, nutqini tablig'ini deydi. Uyg'urcha, inglizcha, xanzucha xatlik qilib tarjima qildi. Uningdagi 3 Muhammad birisi Qur'oni Karimdagi Alloh bizga deb bergan Muhammad alayhissalom bilan undan keyin Sofilarning ko'z qarashidagi Muhammad, yeni birisi Vahabilarning ko'z qarashidagi Muhammadchi. Shularni selishtirdi o kitobda. Haqiqatda Qur'ondagi Muhammad, Qur'on payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalomni chiqarib turdi. Shuni o'rtaga qo'yib turdi. Tamam.
Qağana qiziqqan qarindoshlar shu yerdan izlangay. Men endi hozir mana bu naq maydon ko'rgan chog'da uzunliq savol so'ragan qarindoshimiz bordi. Uningga sal mazmun o'tib ketgandan keyin kelib qoldi-da, mana udul kelmay qolib qoldi. Shunga uni yana so'rasam, yana oldi keyin bo'lib ketmasin deb hammasini atlab o'tib ketgan. Hem o'tib ketgan mazmunni ixchamlab berish, takrorlab qisqa shaklda tushunish xarakter olsun. Hem bu savolga javob xarakterda olsun. Qancha qisqa javob bersak shuncha yaxshi. Men savolni udilla so'ray. Sizni hozirgi Abdulaziz ko'rgan hayot kartangizni kishilar tamam bu yerda xato bo'lib qolibdi. Men savol emas ekan. Hayotingizda burilish paydo qilgan cho'ng ahamiyatli ish voqealar qaysilar debdi. Taq ism xarakter deb o'tib ketsak, mazmuniga biraz Hayatımda buruluş qilgan kitoblarni so'rasa, kitobdan İzdiniş degan roman. Zulunqodir Zo'rdin Sabirniki İzdiniş romani mening o'rganish ishtiyoqimni qo'zg'agan. Ondan keyin Adil Yaqubovniki Ulug'bek G'azinisi degan romanchi. Cho'qqim deb o'qib chiqinglar. O'sha kitob undan keyin o'sha kishisal gelişimda nimaniki Dalik Gardiniki inson tabiatiga ortiqcha va ojizlik degan o'xshash. Endi bu kitobni Yaponiyaga bordim, men Yaponiyada ko'rdim. Hozirmi setib yetibdi. Shunda har xil nusxalari bor ekan, ham chiqdi selib o'qiydi o'ldirib. Yaponlar bu kitobni, Dalik Gardinning ash kitoblarini xuddi xristianlar Injil o'qigandek o'qiydi ekan-ku. Yani shu kitoblarni o'qishni tavsiya qilaman, lekin bek tavsiya qilib ketmayman. Ma kitobni o'qisin. Undan keyin tushunadi. Da aşağıdaki bir yığız kitap, bir yığız gap meni hidoyatga erishishimgacha, hidoyat to'g'riliq izlanishimga sababchi bo'lgancha. İnson tabiatidagi ortiqchilik va ojizlik degan kitobni bir yığız jumlaga yig'inchoqlasangiz, tamamen tenhalık ichida bugun. Bu bir cümle. İnsan için söyleme. Tamamen tenhalık ichida bugun. Yani o kitapta deydi ki, siz tushkunlashib, bu g'am, endişe, bular besib oladi, sizning uchun o'tmishingizni baknam qilib olsangiz uchun. O'tmishingiz bilan qilib qolsangiz, undan bak ta'siringizni, uning nimasida kontrol qilib qolsangiz, tamam o'tmish o'tdi. Tamamen tenhalık ishidi bugun. Bugun siz bugunda yashayapsiz. Undan keyin kelgusidan endish qilib, voy qanday bo'lar, anday bo'lar masala qilib men bir xiyollar qilib ketdim dedim, u to'y qilolmay qolamanmi? Qiz bola chiqmay qolarmi degandek shu. Masalanchi, bekamaki endişeymiş. Aynı o'xshash endişe. Men mushu yani kelgandan keyin ash kitobni o'qigandan ash gap yig'incha qildim. Qur'on Karimda naq ash gaplar bor-ku. Qur'on Karim nima deylik desa, mo'minlar kelgusidan endish qilmaydi, o o'tmishidan pushmon qilmaydi, nima qilmaydi, pushmon qilmaydi. Shunami o'kinib beklab tugashtiramiz. Deydi-ku. Allah, yani biz şu daliklerini şunda çoğu alimde bilip gittiğimiz meselence, ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet yani şu muşini dettiripti biz güçlü. Dep imanım tıkımı açtı eminim şu. Bu yukarı kettim bu. Şunda gepemdi şu. O tesir kılıldı. Yeni bir tweet var şu. Bu Twitter yeni çıkan vakti de ben Twitter'da bir tweetini gördüm şu. Onun nemi deyildiğiniz gezit, jurnal, televizyon programları, barlıq narsalar siz üçün o'tmishni deb turadi şu. Hozir men bir gap qildim, bu o'tmish ko'rinibdi bu. Twitter hamma narsa shu ijtimoiy aloqalardagi xabar televizor degan uchun. Ama Qur'on-i Kerim sana kelgusini deb turadi. Aşı bir tweet bek ta'sir qildi men uchun. Qur'on-i Kerimda o'tmishni bo'lganmi? Lekin siz Qur'on o'qigandan keyin siz nega berishingizni tushunami ya? Qanday yashashni, tushunami ya? Onu iniq Alloh siz uchun
bir nimeni rotani dep berdi. Ma yolda mansang ma yerge barasa, a yolda mansang a yerge barasa. Hı. Ege tanlaş düzen bu. Ha. Tamam. Sizge en ta'sir ko'rsatgan ulamolar qaysi degan savol. En desem ben bekçik ulamalarning dersini tinchlimcha. Shu ta'sir ko'rsatgan emas, eng bir baqil unda bo'lsa 4 ni deyli. 4 ism biri shuni to'shqizlar, qolgani qolsin. Tamam. Bana İngilizce sözlegenlik işide Abdul Hakim Quick dep öğrenme derslerim ta'sir qiladilar. Şey halat yazdım. Ma Türk alanının işidem de Mustafa Aslamoğlu bekrak ta'sir qiladilar. Uyg'urlarning ishida ham shu Shihaba masjidiga bordik ham yerda nima edi adamning ismi Shihaba masjidining imomi Abdusmahsum hojim ham uni ta'sir qildilar. Undan keyin Husayn Qarajim Saybilaq masjidining imomi shu ular ta'sir qildilar. Ammo Xanzularning ishida Xanzucha men bekçi material o'qimayman, lekin Wu Hua Go deb shu ism bilan yazilgan birisi vardı yılqı. Nurislam.com da bir tor beti vardı. Aşağıdaki yazmalar bek ta'sir qiladi. Okay. Ta'sir qiladi. Lekin Emre Dorman'ın bir g'izipi var. Sen Kur'an'ı, sen üyengen hemen narsani unut, Kur'an-ı Kerimni kullanğa al, Allah sana uyutudu. Bo'ldi. O gap. Tamam. Nochi gitti. Siz nimani g'oya qilib, nega keldingiz deb bir savol so'rabdi. Mening shaxsiy nimamda, g'oyamda shaxsiyatda boshqa keldi. Biz faqat e'tiqod aloqador qismi o'tdi. Boshqa qilmaydi. Shu. Mening shaxsiy meni so'rasa, men bir birodimning qarindishim shuni vasiyat qildim-ku. O'sha Mustafa Aslamoğlu'nunki Esmail Husna Qur'onga ko'ra Qur'ondagi 99 asma degan mushu kitobni Uyg'urchaga tarjima qilib, agar men o'lib ketib qolsam, og'ilam, do'stim, mushu kitobni Uyg'urchaga tarjima qilib, Uyg'urlarga tunutib dedim menchu. Shiya keldi menchu. Okay. Emdalaqa bir gapni deb qo'y. Bir inson bir narsa o'rganaman desa, ma piyolani chaynak ekigan vaqtida bunda og'zini chaynakniki nimasiga tutamiz, shundaymi? Undan keyin choy quyiladi deyish. O chayni ichimiz-chi. Agar uni men bunda dumlab qo'ygan bo'lsa, bo'ldi, men to'ydan bu choyni ichmayman, men usulliqim qandi degan bo'ladi-chi. Ammo meningki usulliqim qolmaydi. Yaponiyadan İlham Mahmut Efendi telefon qilibdi. Degan so'raydigan o'xshaydi. Marhamat. Program tugilmadi. Tugimadi taqa. Yo'q, men gapim yo'q. Ben sizga shaxsiy o'rgatdim. Unda sel turib ma'qul. Tamam bo'ladi. Bek uzun bir konuşmam. Uzrab ketdi. Biz 2 soat ishida men pirislab qo'yay desam, sizlar sal jiqroq chaynab aytdinglar, bo'pti. Ma inkos yezib, savol tashlamagan bo'lib qoldi-chu. Bu birodarimizdan biz yezib ekan, men ilhomlansin deb shuni so'ray dedim. Nimpaytsa deb qolmasin deb. Asli so'rab odatlangan bo'lsak, taxim yaxshi bo'ladi. Unda bo'lmay qoldi. Okay, sizning nazaringizdagi eng sog'lom diniy pozitsiya nima debdi birodarimiz? Shu birodarimiz. Şu anda meningki eng sog'lom pozitsiya Mushu ustozlarning mushu nimasi yarab ketdi desanglar, Mustafa Islamoğlu bo'lsin, Mehmet o'qigan bo'lsin, boshqa ustozlar bo'lsin, menga ergashinglar demaydi-chu. Mening gapim rost. Men ham to'g'ri so'zlayman demaydi shular-chu. Menga ergashmanglar, menga emas, Qur'on Karimga ergashinglar.
Kur'an'ı kelinglar. He. Sizmi öz aldığınlığı bir insan bolgandan keyin öz aldığınlığı okup düşünüp şunu bir narsa aldı bilen Allah'ın veyisi keldigini, Allah bize düşüngül olmaydigan kitap üyetmegeligi işini vassa hemen narsa çözülür. Hemen narsa hal oldu. Şunda Uygurlar Tulu milletinin gibini düşünüttüğümüz o biz. Qarindaş He. milletler var, Özbek, Kazak, He. Kırgız'ınki. Nimişqa desek, Allah'ını biz yüzümüzge yakın tutumuz şu. Onların gibini ben düşüneleymen degan nazarda qaraymiz ularga. Hmm. Şu ular degan gapni biz düşünümüz. Ama biz degan gapni ular tushunmaydi nimişqa? Biz yat millet şu. Biz Uygur, o Özbek, Hmm. o Kırgız. Şuna aldı bilen kalla iniq şu halat kelish kerak. Men tushunaleyman. Yüzüne mındalıqı qapaklaş yeni onu koymay setkep çıkıp kaldı. Hmm. Yüzünün akıllı var bir insan ikirligini, binasını okusa tushunaleydigan bir iqtidarning borligini shuningga ishonish kerak inson uchun. Hmm. Albatta o'ziga ishonish kerak. Okay. Ma bu qarindoshlarımızdan sual orqali bu inkaslar orqali fikrlarini o'rtoqlashgan do'stlarga rahmat aytamiz. Programni biz uzatib qolib qoldik. Epoqayslar chunki mushu mazmunda tunji program bo'lganligi uchun bizda biraz texnikalik yoki yönlendirishda bir xatoliklar sodir bo'lib qoldi. Shuni biraz uzatib qoldi do'stlarimiz biraz tunji qatimliq bir ziyorat bo'lganligi uchun mush temada Xalqni ishga ah kirsa qoldi. ko'rasi bo'ladi, ko'radigan vaqtda Hmm. YouTube'da shu masalan xalqni ishga Albatta. kirsa ko'rversin. Abdülaziz birader yani bir iki sual soruyordu ben tamam şunu tamamladı. Bir sualım. Muşu dini meselede muşu arkalık mınış, muşu yolda, muşu Kur'an menbailik dini düşüncesi muşundak mınış arkalık. Beşimizden nurgun işler ötüldü falan bugün boldu. Bugünkü boluvatkan ahvalına bütün millet dikkat kılallar asasen düşünüp yetti değil. Bilirdi asasen. Pişman yoki apıl degandek bir hasirat bormi? Mush manga yo'llarimiz. Yo'q, meniki pushmanim yo'q. Hatta men qaysi kuni dedim, shu bargansa biz tushunmagan insonlar bizga o'chishligimiz qilgan insonlar har xil gaplar qilib lekin mush Qur'onni tushundirish yo'lida, Qur'onni tushungan kitob ekanligini yeyish yo'lida mencha jinim kesdim mayli dedim men shu. Boshqalar voy shu yalaqa Qur'onni nazar programmamiz qilmasam bo'pti ekan, bir qisib o'tirsam bo'pti ekan deganim bo'ldi. Sen ishimni qildim men shu. Allohning o'ziga amonat. Pishman qilmayman. Agar eng oxirgi bir so'zingiz bo'lib qolsin, shu degan bir so'z deyish furs bo'lib qolib qolsa, mush ekranimiz orqali millatimizga, xalqimizga deydigan yurak so'z nima bo'ladi? Yurak so'z shu o'zimizning aqlini ishitildi Qur'oni Karimda ashunda xaralar tushib qolmaslik uchun Qur'oni Karimda jahannamga kirib ketgan odamlarni malaikalar so'raydi-ku. Sizlarga Nima bo'ldi? Bir payg'ambar evatilmaganmi? Qur'on kelmaganmi sizlarga? Kelmaganmidi? Ogohlantiruvchi bir elchi kelmaganmidi? Desa kelgapti. Sizlarga shu bir ömrüngizce aql ishlatgidek mundaqcha o'zingning aqlingni ishlatgidek bir ömür berilmadimi? Anladın ki. Deyiladi shundaymi? Nima uchun aqlinglarni ishlatmadinglar? O chog'da pushmon qiladi-ku, biz aqlimizni ishlatmabdi ekanmiz, tinchab ekanmiz, aqlimizni ishlatmabdi ekanmiz yoki tinchimabdi ekanmiz degandek. Shu kunga kelib qolmiz demakchi xalqimiz uchun. Eng oxirgi bir tiniqindagi gap shu hamda-chu. Qur'onni boshdan oyoq o'qinglar, tushunib o'qinglar inshaalloh. Qur'onni bilan chunki Allohning kitobi shu bo'lg'achqa Qur'onni so'zlamagan. Qur'onning sirtida arabcha u bu gaplarni tillarini do'miltibcha gap qilgan odamlar, har qanday bir tabliğ qilgan odam bo'lsin, Qur'oni Karimning oyatlaridan gap qilmasa, boshchi. Har qanday olimning qanchalik no'shinligini bilmoqchi bo'lsanglar, Qur'oni Karim o'lchiminglar shu bo'lsin. Ammo shu o'lchamni tutish uchun shuni
obdan bilishingli kerak. Qur'onni boshdan oyoq o'qishingli kerak. Mustafa Islamovni o'qing demayman. Muhammad Salihni o'qing, boshqalarnikini o'qing, yangi tarjimalar chiqdi. Enas olimnikini o'qing, shunami? Hı. Xitoychasini o'qing, inglizchasini o'qing. Ishqilib siz Okey. yaxshi shundan Qur'on o'qing. Demakchi. Tamam, tushunishga oldi birodarimiz. Ko'p rahmat. Agar keyingi fursatlarimiz bo'lib qolib, men mana mazmunlarni to'liq qilsam bo'pti ekan deydigan mazmunlar bo'lsa, albatta musobaqaning davomini ikkinchilab davom qilsak bo'ladi inshaalloh. Bugun mishada bu programni biz ma'lum bir qilib bilan chiqamidik. Faqatlam hidoyat yo'lida izlanguchi mavzusini shunda qo'ydik, diniy suhbatlar bo'ladigan o'xshaydi deb o'ylab qolmisin qarindoshlarimiz. Har qanday bir inson mening xiyolimda tushadi. Sizga maslahat so'radimga. O'zining izlanish musobaqasini, hayotdan bir ma'no tepish musobaqasini sarguzashtini qo'yman desa o'rtog'i shu savollarimni tayyorlab so'rasanglar o'zi deb bersa shu tariqada bo'lsinmi bu boshqa qarindoshlarim bu sahna hozir bo'lsa demoqchi shu orzuyim bor. Rahmat. Bo'ladigan mishal xo'shlashilim bu temada altımızda fursatlarda yana inshaalloh ko'rishamiz. Juma? Allah razı olsun. Rahmet. Aziz muhtaram qarindoshlar, hidoyat yo'lidagi hayot kechmişlerimizden birinchi sonini Abdulaziz birodarimizdan, Abdulaziz Beshto'g'roq birodarimizniki voqealiklaridan, hikoyasidan, kechmishlaridan misha qadar tamomlagan bo'ldik. İnşallah bu da qatimqi mehmonimizdan kim bo'lganligini Fatihada sizlarga e'lon orqali ma'lum qilamiz. O'zininki faqat Qur'on manbalar demaymiz. O'zi ishongan e'tiqod yo'lidagi izlanish hikoyasini xuddi Salman Farisdek va yoki İbrahim alayhissalomdek va yoki Musodek izlangan qarindoshlarimiz bo'lsa, hikoyasini anglasak bo'ldi. Mush temasida. Mayli qaysi diniy tushunchdagi din bo'lsin. Anglab baqali. Bizning sabrimiz inshaalloh yetadi. Qolgan diqqat qilgan qarindoshlarımızga, do'stlarimizga ko'p rahmat. Do'stlar, tavsiya qilib qo'yinglar. Hayat insonlarimiz atrofimizda turibdi. Ming o'lakdan bir tirik a'lo, bir ming tirikdan bir shehid a'lo deb gapimiz bor. Mush gaplarga qaytadan qarayli. Tirik insonlarga o'zaro bir-birimizni hurmatini qilayli. Din Allohning o'zimizga aziz bo'layli. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.